Assalomu alaykum azizlarim. Xayrli kech har biringizga. Iftorliklarni qilib, og'izlarni ochib, ro'zalarni chiroyli qilib ochdinglar deb umid qilaman. Har biringlar hozir shu yerdasizlar birgalikda bitta polida, maydonda bo'lganimiz uchun ham, mana shu energetik maydonda bo'lganimiz uchun ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlab bugun masshtab haqida gaplashamiz. Bu efir masshtabga chiqmoqchi bo'lgan ayollar uchun. Bu efir masshtab mavzusiga qiziqadiganlar uchun. Agar sizga bu mavzu qiziq bo'lsa, qoling. Da, iklima to'g'ri, rahmat. Hayajon, vot, hayajon energiyasi bor ichimda hozir. Hayajon energiyasi. Vot, agar bu efir sizga qiziq bo'lsa, qoling. Agar bu efir siz uchun emas bo'lsa, agar bemalol boshqa ishlaringizni qilaversangiz bo'ladi. Biz esa kimga qiziq bo'lsa, shu qizlar bilan gaplashamiz. Xo'sh, qizlar, bugun nima haqida gaplashamiz? O'tgan safar sizlar haqida gaplashkim kelyapti. Hadeb faqat o'zimni emas, sizlar bilan ham qiziqyapman deganimda juda ham ko'p qizlar yozgan edi. Xabarlar va har xil mavzuda. Agar savolinglar bo'lsa, agar beringlar, sizlarning savolinglar qaytangi bu efirni yana ham qiziqarliroq qilishga yordam beradi. Lekin men sizlar bilan nima haqida gaplashmoqchiman? Yangi davr. Biz yangi davrda yashayapmiz bugungi kunda. Shunaqa davrki, hozir o'sha hattoki dunyoda bo'layotgan voqealar ham mana bu urush, notinchlik, yaqin sharqdagi holat ko'pchiliginglarni bezovta qilyapti. Ko'pchiliginglarni qo'rquvga ham solyapti. Endi ko'pchilik deganda bilmadim, lekin menga yozayotgan ayollar, qizlarning orasida shunaqa qizlarimiz ko'p ekan. Va nima sizlarni aynan bezovta qilyapti? Ertangi kun qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qanaqadir xavotir bor ichinglarda. Dubayni portlatib yuborishyapti-yu, nima bo'lar ekan degan tabiiyki savol bor. Ana shu qo'rquv energiyasi, xavotir energiyasi, buni hammasini energiya desa bo'ladi. Aslida biz hammamiz energiyada yashaymiz, qizlar. Va mana shu qo'rquv, bu shunchaki, bu nima bu qo'rquv? Bu energiya. Bu energiya va siz mana shu energiya, qo'rquvingiz miyangizga xavotir bo'lib kelyaptimi? Siz nima qilyapsiz? O'sha bo'layotgan voqealarga kuchingizni beraveryapsiz. Qaytangi ularni yana ham kuchli qilishga yordam beryapsiz. Chunki bugungi kunda yangi davr deganim, yangi davrning mavzusi shunaqaki, eng qimmat yangi davrning resursi, eng qimmat narsa, puldan ham qimmat, har qanaqa narsadan ham qimmat bu energiya. Va buni allaqachon olimlar ham tasdiqlashdi, gapirishyapti ham. Va hozir kimning energiyasi ko'p bo'lsa, kimda energiya to'g'ri ko'payayotgan bo'lsa ichida, ana shu odamlar bora-bora dunyoni boshqaradigan bo'ladi. Ya'ni odamlarni boshqaradigan bo'ladi. Energiyasini boshqara olmaydigan odamlar esa nima qiladi? Qaytangi o'sha odamlarni boy qilaveradi. Qaytangi o'sha odamlarga kuchini beraveradi. Chunki diqqatingiz qayerda bo'lsa, energiyangiz o'sha yerga bo'ladi. Nega 2 soat taqib olgansiz? Mana shunaqa narsalar qiziq sizlarga. Nega 2 soat? Men bu soat emas, bu VUP. Bu meni sog'lig'imni kontrol qiladigan shunaqa spesialniy, mana ichida datchiki bor, mamnaqa ichida datchiki bor, nima deydi, treker. Bu sog'liqni trekeri. Mana shu treker bilan yuraman men. Bu meni uyqummi, bu meni davleniyammi, bu meni kechasi qanday yotdim, ertalab resursdamanmi yoki yo'qmi, shuni hammasini ko'rsatadi. Mana bu esa ovra. Mana shu ovra ham polностью mana hozir datchigim. Ikkalasini ham solishtiryapman, qaysi biri to'g'riroq ko'rsatadi deb. Chunki yoshing katta bo'lgan sari sog'lig'ingga qaraydigan bo'lasan. Chunki bu mana energiya, azizlar. Bu mana energiya, mani sog'lig'im bu mana energiya, mani tanam bu mana energiya, mani qalbim bu mana energiya, mani miyam, xayollarim bu mana energiyam. Shuning uchun men urush haqida o'ylashni istamayman. Shuning uchun men hech qanaqa новостной publiklarga a'zo emasman. Ya'ni novosti o'qiganimda ham, yangilik o'qiganimda uni neytral bo'lib o'qiyman. Unga kuchimni berib, voy nima bo'lar ekan degan xavotir, qo'rquv bilan yondashmayman. Bu Allohning ishi deyman. Alloh ko'rib turibdi. Allohning roziligisiz, rizoligisiz bu dunyoda hech narsa bo'lmaydi. Allohning roziligisiz bitta barg ham yerga tushmaydimi? Demak, Alloh biladi qayerga ketyapmiz, nima uchun ketyapmiz, qanday bo'ladi, bu Allohga ayon. Va biz buni oxir oqibat qanaqa tugashini ham bilmaymiz hech qaysi birimiz. Lekin zato biz nima qila olamiz? Biz kuchimizni, energiyamizni o'sha
urushga yoki bo'layotgan voqealarga emas, ichimizga, ya'ni qalbimizga va mana shu ichkaridagi nurga. Nur lillahi deydi-yu, nur illahi mana shu yerdagi Allohni ko'paytirishga qarata olamiz. Ana shu narsani qila olasiz. Ya'ni ichingizdagi ishonchga, ichingizdagi kuchga, ichingizdagi o'zingizga bo'lgan diqqatga qarata olasiz. Qachonki haddan ortiq dunyoda yashasangiz, ya'ni diqqatingiz faqat tashqi muhitda bo'lsa, tashqi muhitni xavotirida yashasangiz, tashqi muhit deganda bu hamma narsa. Bu sizni o'rab turgan odamlar, bu sizni yaqinlaringiz, bolalaringiz, bilmayman, yana qanaqadir qarindosh urug'laringiz bo'lishi mumkin, uyingiz, molingiz, biznesingiz, pullaringiz, hamma narsa. Haddan ortiq o'sha narsani o'ylovida yashayversangiz agar, mana bu yerda qalbni unutib qo'yasiz. Ana shu energiya, qizlar, energiyangizni ichkariga qarating, ichkarini ko'paytiring, ichkarini kengaytirsangiz agar atrof ham sizga ideal ravishda kengayishni boshlaydi. Masshtab, qizlar, bugun mana shu haqida gapirmoqchiman. Masshtab bu sizningcha, masshtab bu nima? Sizning masshtabingiz nima bu? Men ko'p bitta qizlar o'sha kuni post yozganimda, masshtabli orzu deganimda, masshtab nima? Masshtabni faqat matematikada o'qiganmiz, geometriya fanida, algebrada o'qiganmiz, lekin insonda masshtab bo'lishni bilmagan ekanman deb bir ayol yozgan ekanlarda. Masshtab bu nima? Masshtab bu sizni ichingizdagi, sizni orzularingiz, sizni oldingizga qo'yadigan maqsadingiz, sizni harakatlantiruvchi qanaqadir maqsadlar va orzular, ichingizdagi prinsiplaringiz, ichingizdagi qadriyatlaringiz bo'lishi ham mumkin. Nima degani masshtab? Masshtab bu qachonki siz bugungi holatingizdan kengayishni istasangiz. Bugun mana shu yerda yashayapsizmi? Mana shu tor doirada yashayapsizmi? Bu masshtab deganda tor doiradagi fikr, tor doiradagi qalb, ya'ni negativlarga to'lib ketgan, kimnidir yomon ko'rasiz, kimdandir xafa bo'lasiz, kimdandir nafratlanasiz, kimnidir kechirgingiz kelmaydi va hokazo fikr va mana shu holatlar, ichingizdagi o'sha negativ energiyalar, bular nima? Bular ichingizdagi o'sha tor mana doirangiz, ana shu doirani ichida, tor doira ichida yashayapsiz. Qalbingiz tor doirada, fikringiz tor doirada, atrofingiz tor doirada, ya'ni o'sha boradigan, ko'radigan odamlaringiz bir xil, o'sish yo'q, rivojlantirish yo'q, kimnidir ko'rmaysiz, kimnidir yana ham kengaymayapsiz, yangi odamlar, yangi tanishlarni rivojlantirmayapsiz. Ishingiz, misol uchun, bir xil ishda ishlayapsiz, yillar davomida o'shunga ko'nikib yashayapsiz. Oyligingiz bir xil, ko'nikib yashayapsiz. Mana shuni hammasi bugungi sizning doirangiz. Nima degani masshtab? Masshtab qachonki ana shu tor holatni ichkaridagi, miyadagi, tanadagi deng, atrofingizdagi odamlar, biznes, ishingiz nimaki bo'lsa, o'shani kengaytirishni istasangiz. Mana shu kengayishni xohlasangiz agar, sekin asta o'sha tor doiradagi qarashdan, tor doiradagi fikrdan, tor doiradagi nima deydi, o'sha qadriyat emas, uni prinsiplaringizdan kengayishni boshlaysiz. Ya'ni o'zingiz oldingizga maqsad qo'yasiz. To'xta deysiz, bugun men necha pul oylikda topyapman, deylik 10 million. Misol uchun 10 million. Yo'q, men 10 million, okey, 20 million qilsam qanaqa bo'lar ekan? Yoki 30 million qilsam qanaqa ekan? Yoki bir yilda deylik o'sha 100 ming dollarga chiqsam, deylik 200 ming dollar, 1 million dollar va hokazo. To есть har bitta insonning o'z masshtabi bor. Misol uchun sizning masshtabingiz agar deylik o'sha 10 million bilan yashayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa parallel yoningizda qo'shningiz bo'lishi mumkin, Instagramda kuzatayotgan odamingiz bo'lishi mumkin, qanaqadir qarindosh urug'ingiz bo'lishi mumkin. Siz bilan birgalikda hozirni o'zida parallel yashayotgan odamlarda esa masshtab bu 10 million dollar bo'lishi mumkin. Sizniki agar bu 10 million so'm bo'lsa, kimdadir bu 10 million dollar, kimdadir esa 100 million, kimdadir undan ham baland. Ya'ni biz bir xilmiz aslida. Bir xil odamzodmiz. Bizni bir xil Alloh bir xil yaratdi. Bir xil yo'ldan kelganmiz bu dunyoga. Kimdir o'sib chiqmagan, kimdir osmondan tushmagan, to'g'rimi? Hammamiz bitta ona, ya'ni ona ayoldan, ya'ni insondan tug'ildik. Va insondan tug'ildikmi, demak bizga bir xil sharoit berilgan, bir xil imkoniyat berilgan. Mana shu yerda hozir shunaqa deysiz, mana qishloq sharoitidan chiqgan, boshqa qishloq sharoitdan chiqib Garvardda целый anuni nima deydi 500 ming dollarlik grantlarni yutayotgan qizlarni va yigitlarni ko'rib turibsiz. Shuning uchun bu uje bahona emas. Bu uje allaqachon dokazat qilib bo'linganki, qishloqdan chiqib qaytanga katta bizneslarni qo'yayotgan, katta masshtabdagi xoldinglarni yaratayotgan juda ham ko'p o'zimizni vatandoshlarimiz bor. Shuning uchun ham uje bu uje bahona emas. Va bu bilasizmi, qurbon pozitsiyasi. Qachonki siz o'zingizga
yo'q ana просто bu sizlarga gapirish osonda yoki sizlarda zo'rda sizlarniki boshqachada deb yashashingiz mana kimnidir o'zingiz bilan solishtirganda o'zingizni pastroq o'sha odamni balandroq va unga Alloh boshqacha bergan, unga ham ota onasi qoldirgan, unga ham meros bo'lgan, u ham bilmayman o'g'irlagan, u pulini qayerdandir osmondan tushgan, u pul uni boshiga tushgan degan fikr bilan yashasangiz agar bilingki siz aslida nima qurbon pozitsiyasidasiz. Ya'ni bunaqa fikrlash ham aslida hech qachon sizni masshtabga chiqarmaydi. Bu ham tor doiradagi emas, shunchagina o'ylash. To'xta, agar u o'xshatgan bo'lsa, biz bir xilmiz, bir xil sharoit, bir xil imkoniyat, bir xil havo, bir xil hamma narsani bir xil. Nimaga unda bo'lyapti manda emas? Men ham shunaqa xohlayapman. Ya'ni juda muhim moment mana shu yerda. Bu havas energiyasi. Biz energiyada yashaymiz va mana shu energiya sizning har bitta holatingiz, har bitta emotsional holatingiz bu sizning energiyangiz. Ya'ni kimdir uyatda yashaydi. Misol uchun hattoki o'ylab ko'rish mumkin. Nima uchun meni pulim ko'p emas? Balki siz puldan uyalarsiz. Boy bo'lishdan uyalarsiz. Balki siz bugungi kunda umuman olganda pulingiz ko'p bo'lishidan uyalarsiz. Bilasizmi, shunaqa uyat energiyasi bor. Puldan uyalish. Yaxshilab hozir o'ylab qarasangiz agar, mana pul ko'p bo'lsa agar odam nima qanaqa o'zini his qiladi? Noqulay his qiladi. Nimaga? Chunki kimdadir kam-ku, kimnidir oldida mana yana o'sha undan pastroq, undan sharoiti yomonroq odam oldida o'zini vijdon azobida his qiladi. Yo'q deydi, anu falonchilarni qaram, odamlar rosa bechora bo'lib yashayapti, deyman, men unaqa yashay olmayman deydi. Tabiiyki ong, qalb, dunyo, Alloh nima deydi? Bu odam tayyor emas. Masshtab ana shu narsa qizlar. Masshtab bu siz tayyorligingiz yoki tayyor emasligingiz. Va bitta narsa, masshtab doim mana har bitta insonning o'z masshtabi bor. Siz agar bugun 10 million so'm topayotgan bo'lsangiz va 20 millionga chiqmoqchi bo'lsangiz, agar birinchi o'rinda qalbingizdan so'rashingiz kerak, sen tayyormisan? Biz agar 20 million topishga tayyormisan yoki 30 millionga tayyormisan? Ongingiz tayyormi? Ertaga yorilib ketmaydimi? Men bilasizmi, masshtabni nimaga o'xshataman? Elektr tokiga o'xshataman. Ya'ni misol uchun sizni bugungi kunda mana elektr toki bor, sizni energiyangiz, mana sizni kuchingiz bor. Siz o'sha 220 vattga spokойно kiryapsiz. Bu mana shu sizni bugungi topayotgan daromadingiz, bugungi holatingiz, bugungi hayotiy nima deydi, hayotiy holatda yashayotganingiz mana shu 220 volt. 220 voltga ulangansiz, 220 volt sizga kelib yotibdi. To'xta deysiz. Men bundan ham ortig'ini qilmoqchiman deysiz-da. Nima qilmoqchisiz? Borib 400 voltga ulanmoqchisiz. Ya'ni 2 barobar x2 qilmoqchisiz masshtabingizni. Okey, lekin shu payt bitta o'zingizga savol berishingiz kerak. Portlab ketmaymanmi? Hozir mana shu 400 voltga kirsam, mana shu katta masshtabniroq bo'lsam, portlab ketmaymanmi? Ya'ni meni ongim va meni qalbim sizni mana shu masshtabni, mana shu katta summani, katta pulni, yana yangi odamlarni, yangi biznesni, yangi ish joyini ko'tara oladimi degan savolni berishingiz kerak. Agar ko'tara olmasa, agar bilasizmi nima sodir bo'ladi? Shunchaki 400 voltga tokni tiqganingizda mana mumkin emas bo'lgan tokni tiqib yuborasiz, nima bo'ladi? Portlab ketadimi? Xuddi shu holatga kelasiz. Ya'ni meni hayotimda shunday bo'lgan. Meni hayotimda shunday bo'lganki, katta pul birdaniga kelib qolgan. Katta pul kelganda, lekin meni ongim bu katta pulga tayyor bo'lmagan. Ya'ni men mana ong va qalban bunga tayyor emasman. Nimaga? Chunki puldan uyalish degan energiyada yashagan ekanman. Puldan uyalganman, ya'ni boy bo'lishdan uyalganman, pulim ko'p bo'lishdan uyalganman. Odamlar nima deydi? Va yo'q, noto'g'ri, mumkin emas. O'zingdan ketdingsan, sen pul ko'rib yomon bo'ldingsan degan bizaga shunaqa gaplar bilan bizani katta aniqlashadi-ku, voyaga yetkazishadi-yu. Sen uyalmaysanmi? Eng ko'p onangizdan, otangizdan, yaqinlaringizdan eshitgan gapingiz nima? Uyalmaysanmi? Mana shu uyalmaysanmi degan gaplar, aynan mana shu uyalmaysanmi bizaga yaxshigina shunaqa uyat energiyasini ko'paytirib yuborgan va biz bugungi kundan nimadan uyalamiz? Boy bo'lishdan, pulimiz ko'p bo'lishidan, o'zimizdan ketishdan, yakibida qo'sh tirnoq ichida nima deydi, katta uy olishdan, zo'r mashina minishdan uyalamiz. Chunki tayyor bo'lmasak, tayyor bo'lmasak
o'tirolmaymiz o'sha mashinaga, o'zimizga ep ko'rmaymiz, bizga menga hali mumkin emas, menga to'g'ri emas, to'g'ri kelmaydi menga, nepravильно bu narsa degan narsa mana bu yerda turadi. Как bu men hozir Mercedes olsam qanaqa bo'larkan, odamlar nima deydi, qanaqa это нет, men dadam minmaganu, akam minmagan, men minamanmi, yo deydi. Va tabiiyki nima bo'ladi, o'sha Mercedes yana orqaga qaytib ketadi va siz o'sha masshtabingizda, o'sha kichkinagina узкий masshtabingizda qolib ketaverasiz. Uyalish, yana uyat energiyasi qayerda bor? Tanada bor. Tanangizdan uyalasiz, holatingizdan uyalasiz, otangizdan, onangizdan, yaqinlaringizdan, qayerdadir hattoki bolangizdan uyalasiz. Ana shu aslida menga noqulay degan narsa yoki даже qo'rqaman, misol uchun mana puldan qo'rqaman, boy bo'lib ketishdan qo'rqaman, o'zimdan ketishdan, nimaga boy bo'lishdan qo'rqaman degan savolni odam o'ziga bersa agar, chunki uni tagida, uni orqasida qo'rqaman deganida, nimaga qo'rqasiz boy bo'lishdan? Boy bo'lib ketsam, ana nima deydi, ko'tara olmay qolaman yoki mana falonchini ko'rdim, men boy bo'ldi-yu ko'tara olmadi. Mana shu gap eslang, ko'tara olmadi, men ham shunaqa bo'lishdan qo'rqaman deysiz. Qo'rqib yashasangiz shu holatda qolaverasiz va bu holatdan hech qachon chiqmaysiz ham, o'smaysiz ham. Tushunyapsiz? Shuning uchun ham kattaroq masshtabga chiqish uchun, ya'ni fikran olgan inson avvalambor o'zi ichkarida tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun birdaniga masalan 10 million so'm topib turgan odam birdaniga tam допустим 100 million so'mlik oylikka chiqolmaydi. Chiqgan taqdirda ham bir marta bo'ladi va shu bilan yonib ketadi, bo'ladi, tugaydi. Energiyasi tugaydi, kasal bo'ladi, mazasi. Boyaga aytganimdek 400 voltga tayyor bo'lmagan ong, buni bilasizmi? Ruslar zo'r gapiradi. Vaspalonniy ong, shamollagan ongda, ya'ni pulga, katta pulga tayyor bo'lmagan ong birdaniga katta pul kelib qoldi, nima bo'ldi? O'zini yo'qotib qo'ydi. Shuning uchun ham mana o'zini yo'qotib qo'ydi, o'zidan ketib qoldi deymiz. Aslida u sizni qarashingiz shunaqa, lekin shu inson o'zini qanday his qilyapti, ana shu muhimroq. Va shu inson katta pulni ko'rganda o'zini okey his qilyaptimi? Ya'ni pul nima? Pul ham energiya. Pulni ayting, pulni siz qanaqa ushlay olasizmi? Pul bu qog'oz. Buni olib qaraganingizda $100lik qog'oz ham, bitta dona $100lik qog'oz ham yoki 2000 so'mlik pul ham bitta qog'oz. Lekin uning qiymati har xilligini qayerdan bilamiz? Qiymati har xilligini mana bu yerda ongan bilamiz. Ong shunaqa bilib bo'lgan. Ha, bu $100 bo'lsa buni qiymati baland, buniki 2000 so'm bo'lsa past. Shuning uchun biz pulga mana energiya sifatida qarasangiz, ishlab topgan, ishlagan mehnatingiz hisobida topgan, ana xarajat qilgan energiyangiz hisobida sizga pul keladi. Sizga qaysidir miqdordagi qiymatga pul keladi. Demak, siz o'zingizga o'ylashingiz kerak. Men hozir xarajat qilayotgan energiyam shu pulga arziydimi? Misol uchun o'tiribsiz, bozorga keldingiz-da, kimdir bilan ham gaplashib o'tiribsiz. Deylik, ketishingiz kerak, ishingiz ko'p, lekin kimdir bilan o'tirib gaplashyapsiz. Ichingizda mana bu yerda bo'lish kerak, savol bo'lish kerak. Men hozir sarflagan vaqtim, mana shu energiyam keldimi menga qaytib? Ya'ni shu insondan hech bo'lmasa men nimadir foyda o'zimga oldimmi, nimadir menga polza bo'ldimi yoki yo'qmi? Yoki deylik kirdingizda qayergadir savdolashyapsiz bozorda. O'tirib olib savdolashyapsiz, arzonroq qiling. Shu payt savol bering o'zingiz ichingizda, yo ilitam bilmayman, qanaqadir pul, mana qanaqadir kichkina pul haqida gap ketyapti, lekin siz o'shanga ko'p pulingiz, vaqtingizni ketkazyapsiz. Borib uni hal qilyapsiz, boshqa qilyapsiz, orqasidan yuguryapsiz. O'zingizga shu payt savol berishingiz kerak. To'xta, necha pul haqida gap ketyapti? Necha pul? 100 ming so'm, 200, 300 ming so'm. Men qancha vaqtimni sarfladim? Men shu soatlarim, shu vaqtim, shu pulimga arziydimi? Ya'ni siz energiyangizni sarflayapsiz va doim energiyangizning qiymatini biling. Qancha sizning energiyangiz turadi? O'sha energiyangizga xos olganingizda siz qoniqyapsizmi bundan yoki yo'qmi? Ana shu muhim. Agar qoniqish hissi bo'lmasa ichingizda, mana shu qilayotgan ishingizdan yoki boshqasidan, ana shunda nima bo'ladi? Slif bo'ladi. Energiyangiz ketadi qayergadir. Yo'q, energiya, kuchingiz yo'q. Ishga ertalab uyg'onasizda, yana shu ish deb borasiz. Chunki u ishingizdan mazza qilmayapsiz. U ish sizga zavq bermayapti. Chunki sizning xarajat qilayotgan energiyangizga yarasha qiymat, o'sha siz istagan qiymat kelmayapti. Yoki topayotgan qiymatingiz mana bu yeringizda ong bu bilan ko'nikmayapti. Yo'q deyapti. Yo'q. Sen zo'r ishlading, nimaga buncha kam deydi. Yo'q deydi. Nima qiladi? Ichkarida boshlanadi mana bu g'ulg'ula, ichkarida har xil shubhalar, gumonlar, yo'q, tam nito baribir, bu kam и так далее. Lekin ana shu payt savol berish kerak odam o'ziga. Okey,
man bu pulni ko'paytirish uchun nima qila olaman yoki nima qildim man mana shu pulni ko'paytirish uchun hayotimga yangi masshtabga kirish uchun man nima qildim. Buning uchun doim savol berishingiz, mana xohlaysizda misol uchun 3 milliondan 10 millionga chiqishga, lekin masshtabingiz bunga tayyormi? Mana bu yerdagi bilimingiz bunga tayyormi? Siz 20 millionga ham arziysiz, 100 millionga ham arziysiz aslida. Har birimiz juda katta pulga arziymiz va bu normal holat. Ya'ni bizani katta pulni talab qilishimiz yoki so'rashimiz bu uyat emas. Ko'pchilik ishga kirganda ham misol uchun pul haqida gap ketganda uyaladi. Nimaga uyalasiz? Puldan uyalasiz. Pul haqida gaplashishdan uyalasiz. Mana shu pul haqida gaplashishdan agar uyalmaganingizda edi, siz bemalol ochiqchasiga aytardingiz. Bilasizmi, menga shuncha kerak. Va unga o'zingizni oqlashingiz shart emas. Ya'ni o'tirib olib, bilasizmi, men kichkina bolam bor, men bolamni bir o'zim boqyapman, men uyimni arendasi bor va hokazo deyishingiz shart emas. Siz o'zingiz uchun hisob-kitobda bo'lishingiz kerak. Mana shuncha, mani bazaviy minimumim bo'ldi, menga shuncha kerak. So, это norma, bu sizning talabingiz. Lekin shu bilan birgalikda o'zingizdan ham so'rashingiz kerak. Men shu pul uchun foydali bo'la olamanmi bu odamga ham? Chunki kechirasiz, u odam sizga shu pulni berayotgan bo'lsa, siz shu energiyani bera olasizmi unga? Shu bilimni, shu tajribani, shu harakatni bera olasizmi? Biz ko'p paytda nima qilamiz? Ishga kirib olamiz. Yaxshi oylik, o'zimizga to'g'ri keladigan oylikni olamizda vaqt kutib yashaymiz. Bilasizmi, soat 6 bo'lsa agar chiqib ketsam shu ishdan deymiz. Yoki shunaqa odamlar bor, haddan ortiq, misol uchun bilayman, 20 million oylik oladi-da, ichida yana vijdon azobida yashaydi. Yo deydi, to'xta, 20 million so'm olyapman-ku deydi. Boshqalar uncha pul olmayapti-yu deydi. Men jonimni jabborga berib ishlashim kerak. Yo deydi-da, vijdon azobidan yana uyaladi. Yana uyat energiyasi. Ya'ni men ko'p pul olayotganimdan uyalaman, shuning uchun men ko'p ishlashim kerak deydi-da. Misol uchun bir kunda sarflashi kerak bo'lgan energiyasi, deylik, agar o'sha ishga sarflaydigan energiyasi 50% bo'lsa, agar u nima qiladi? 100% energiyasini sarflab boradi. 100% energiya bu nima? Bu bolangizga sarflaydigan vaqtingiz, bu eringizga sarflaydigan vaqtingiz, o'zingizga qilishingiz kerak bo'lgan investitsiyangiz, ya'ni vaqtingiz. Bir bilayman, salonga borib, sochingizni bo'yab, o'zingizga qarab, dugonalaringiz bilan chiqib kofe ichadigan vaqtlaringiz, mana shuni hammasini yo'q qilasizda. Yo deysiz, men polniy shu ishga berilishim kerak, chunki men o'sha pulni oqlab berishim kerak deysiz. Aslida sizga vaqt berilgan, shu vaqtdan shu vaqtgacha ishla, lekin shu vaqtning ichida siz shunchaki sifatli ishlab bering. Sifatli bo'lsin, ichingizda o'zingizdan qoniqing, bo'ldi, boshqasi muhim emas. Kimdir sizdan qoniqishi uchun ishlamang. Chunki kimdir sizdan qoniqishi uchun ishlasangiz, juda ko'p energiyani sarflab borasiz. Juda ko'p kuchingiz ketadi bu narsaga. Chunki bu isbotlash energiyasi, qizlar. Biz hamma har qanaqa holatda biz energiyada yashaymiz. Butun dunyo energiyada yashayapti. Urush bu energiya, havo bu energiya, okeandagi suv kelishi ketishi bu energiya. Oy yurishi, harakat, energiya. Quyosh harakati, energiya. Dunyo harakatlanyapti, energiya. Yer ko'karyapti, energiya. Qor yog'yapti, energiya. Hamma narsa energiya. Siz energiyasiz. Siz energiyasiz. Ya'ni o'zingizni, kuchingizni qayerga beryapsiz? Diqqatingiz qayerda? Qanaqa fikrda yashayapsiz? Chunki aynan fikr bu sizning buguningizni shakllantiradi. Bilasizmi, bitta narsa aytaman sizga. Ong uchun, men buni ko'p marta aytganman, balki eshitmagan qizlar ham bordir. Ong uchun vaqt tushunchasi yo'q. Vaqt tushunchasi ong uchun yo'q. Ya'ni ong vaqtsiz yashaydi. Ong uchun hozir, kecha, 10 yil oldin, ertaga bir xil. U o'ylaydiki, u hozir shunaqa bo'lyapti deb. Siz ana shunaqa paytda bitta yaxshilab o'ylashingiz kerak. Siz ongdan yashayotgan paytingiz qancha vaqtingizni o'tmishga berib yashayapsiz? Qancha vaqtingizni 10 yil oldingi bo'lgan voqeaga berib yashayapsiz? Qancha vaqtingizni ertagangi xavotirga berib yashayapsiz? Har gal o'tirib shuni o'ylaganingizda, misol uchun falonchi meni shunaqa yomon qilgan, shunaqa iflos, shunaqa isqir, shunaqa yomon deb gaplashishni eslashni boshladingizmi, ong nima deydi? Ongda trigger boshlanadi. Bu yana sodir bo'lyapti. Bo'lib o'tgan voqea yana eslanishi trigger deyiladi. Trigger bo'ladi-da, ong uchun bu dum, voy deydi, yana o'sha vaziyatga tushdik deydi, yana o'sha holat deydi. Qo'rquv, masalan, o'sha payt qo'rqgan, o'sha payt xavotirga tushgan, o'sha payt yashab o'tgan emotsiyasini ong qaytadan yashashni boshlaydi.
tushunyapsiz, siz qanchalik ongingizga azob berib yashayotgan odamsiz. Ya'ni bo'lib o'tgan voqeaga kuchingizni, energiyangizni sarflayapsizda, ongingiz bu narsani hozir bo'layapti deb o'ylayapti-da, yurak diqir urishni boshlaydi. Hattoki prosta ko'zingizni yumib, hali bo'lmagan voqea, deylik bolangiz bilan qanaqadir yomon holatni shunchaki tasavvur qilib ko'ring. Yo'q, ko'zingizni yumasizda, buni qilish shart emas, prosta aytayapman. Ko'zingizni yumdingizda, tasavvur qildingiz, mana eng yomon ssenariyni tasavvur qildingiz. O eng yomon ssenariy, sizning qo'rquvingizdagi ssenariyni tasavvur qildingiz. Tasavvur qilganingizda bitta holatingizni o'sha payt monitoring qiling o'zingiz uchun. Yuragingiz urib ketadi. Nimaga? Siz shunchaki yo'q narsani tasavvur qildingiz-ku, hali u bo'lgan yo'q-ku, hali siz unga yashab o'tganingiz yo'q-ku. Nega yurak urdi? Nega yurak urib ketyapti hayajonlanib yoki bo'lib o'tgan voqeani eslaganingizda nega yuragingiz hayajonlanyapti? Manbitingizda bo'g'zingiz qisilyapti yoki bo'lib o'tgan voqeani eslaganingizda ko'z yosh kelyapti. Nega? Chunki ong uchun vaqt tushunchasi yo'q. Ong o'ylaydi, yana yashayapman shuni deb. Va shunday ekan, toki siz mana shu kichkinagina узкий горлышкасы bor ongingizni yoki qalbingizni, o'sha masshtab haqida gapiryapmiz-ku, to'g'rimi? O'sha narsada yashar ekansiz, ya'ni o'sha xavotir, o'sha bo'lib o'tgan voqealar, xafagarchiliklar, ya'ni kelajakdagi yo'q bo'lmagan narsani bugunda tasavvur qilib yashar ekansiz. Sizni ongingiz butun kuchi, butun tanangizdagi eng qiymatli resursingiz, dunyoda tengi yo'q, brilliantlarga almasha olmaydigan, brilliantlar bersa ham joyiga qaytib tiklanmaydigan energiyangizni ana shu narsaga har kuni tonnalab sliv qilyapsiz. Ya'ni bu teshik, bu sizni bochkani, sizni tasavvur qiling, energiyangiz bitta bochka. Tanaku, tanangizdagi energiyangiz bochka deylik. Aslida u bochka emas, aslida u planeta. Katta planeta. Uni inson energiyasi butun koinotni yoritishga qiladi, yaraydi-da. Shunchalik energiya bizda ko'p aslida insonning ichida. Faqat energiyaning sifati ham muhim. Kimda qanday energiya? Bu ichiga birinchi o'ringa, mana ichidan o'zini birinchi o'ringa qo'yadigan, o'zining qiymatini, o'zini qadrini, o'zini hurmatini bilgan odamda va bunaqa odamlar nima qiladi? Bunaqa odamlar o'ziga investitsiya qiladi. Bunaqa odamlar o'zini qadrini, qiymatini, ongini hurmat qiladigan, tanasini hurmat qiladigan odam yeyotgan ovqatidan boshlab to eshitayotgan informatsiyasi, to gapirayotgan gapigacha diqqatli bo'ladi. Shunchaki gapirdimda, eshitdimda demaydi. Har bitta eshitgan g'iyibati-yu, har bitta gapirgan yomon so'zi uning energiyasi ekanini biladi. Va u o'ziga savol beradi, menga shu kerakmi? Yo'q, chunki meni energiyam bu meni resursim. Gapirayotgan g'iybatli joydan turib ketadi, yaxshisi qo'shilmaydi. Nima uchun g'iybat qilmang deyilgan? Nima uchun bizga bu narsani Alloh buyurgan, g'iybat qilmang? Chunki bu sizga zarar. G'iybat qilishingiz o'sha odamga umuman farqi yo'q. Siz g'iybat qilmaysizmi? Misol uchun, mana hozir men bu yerda o'tirib gapirsam, meni o'tirib uyida 1000 ta odam g'iybat qilishi mumkin. Qiling. Menga bundan nima naf? Men o'tiribman, o'zimni energiyamda, o'zimni oblochkamda, o'zimni farishtalarim bilan o'zim o'tiribman, o'zim bilan o'zim ovoraman, o'zim bilan o'zim hayotimdan zavqlanyapman. Siz qancha gapirsangiz ham men mazza qilyapman. Lekin o'sha g'iybat kimga ta'sir qiladi? Menga ta'sir qilmaydi-ku. O'sha odamning o'ziga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham mana bitta narsani o'ylashingiz kerak. Men kimnidir g'iybat qilsam agar, menga zarar. Shuning uchun Alloh buyurdi menga g'iybat qilma deb. Chunki siz g'iybat qilgan taqdiringizda energiyangiz shundoq ketadi. Butun planetani yoritadigan katta masshtabdagi energiya, tasavvur qiling, butun planetada svet o'chdi. Ana shunaqa bo'ladi. Yo'qsiz. Ichingizdagi svetni o'chirasiz. Shuning uchun o'ziga investitsiya qiladigan, o'zini o'ylaydigan, o'zini holatini, o'zini qadrini, qiymatini, o'zini sevadigan odam birinchi o'rinda mana bu yerda Allohni katta qilib qo'yadi-da, ichkarida, mana shu yerida. Alloh deydi, meni tark etma, men bilan bo'l deydi. Menga o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, xato qilayotgan bo'lsam yo'naltir deydi. Va har bitta bo'layotgan vaziyatda xayr izlaydi. Agar ishi o'xshamasa, puli o'g'irlansa, bankrot bo'lsa, ishga olishmasa, ishdan chiqsa, deylikdan oyligi tam qatgadir ketib qolsa ham biladiki u uchun bu xayrli. Biladiki shu orqali Alloh uni qaysidir yo'lga chiqazyapti. Ba'zan bizni Alloh
yorug' yo'ldan emas, qorong'u yo'ldan tezroq chiqishimiz uchun chiqaradi. Man boya stories qo'ydim, bilmadim kim ko'rdi, kim ko'rmadi. 2022-yil Baliga kelganimda, o'sha payt bilasizmi, ichkarida butunlay qorong'u holatda kelganman. Ishdan ketgan holatim, ya'ni men 5 yil umrim ketgan ishimda, 5 yil deganda o'sha telekanalni noldan ko'targan ishxonamdan shunchaki chiqib ketdim-da, ya'ni ishlamayman boshqa degan qarorga keldim. Va shu qarordan keyin o'zim ichimdan qo'rquvim paydo bo'ldi. Mana qo'rquv energiyasi, ya'ni energiya deyapmiz-ku, hamma narsa energiya. Ichimda qo'rquv energiyasi ko'payishni boshladi. O'zimni o'zim qo'rqitaverdim. Nima bo'laman endi? Nima qilaman endi? Endi men qayerga boraman? Nima ish qilaman? Men boshqa ish bilmayman-ku. Qo'limdan keladigani shu-ku degan xavotirlar, qo'rquvlar hammasi ko'tarilishni boshladi. Va men tabiiyki, ong boya aytganimda, ong uchun vaqt tushunchasi yo'q. Har gal shuni eslaganimda shu narsani ko'paytiraverdim. Shu qadar ko'p ko'paytirdimki, ichimda qo'rquv energiyasi qorong'u tunnel bo'ldi. Ya'ni men go'yoki tunnelni orqasida svetni ko'rmasdan bo'ldi yashadim. Menda ko'rinmayapti shu svet dedim. Balki hozir kimdir shunaqa vaziyatga tushgandir, xuddiki yo'q, svet ko'rinmayapti, bilmayapman qayerga ketyapman, bilmayapman nima bo'lyapman degan. Aynan shunaqa vaziyatda men o'zimni ichimda tushunyapmanki, men o'zimni o'zim qo'rqitib tashadim. Butun kuchimni, butun qiymatli energiyamni shu qadar ko'p negativ fikrlarimga berdimki, ya'ni negativ fikrlarim energiya, o'sha qo'rquv energiyasini ko'paytirib yubordiki, ichimda tunnel hosil bo'ldi. Buni men o'zim qildim. Buni hech kim qilgani yo'q. Mana shu yerda o'tirib shunchaki o'zim mana shu yerga Baliga kelganimda hamma narsani o'zgartirgim kelyapti dedim. Bo'ldi. Hamma narsani o'zgartirgim kelyapti va men qo'rquv energiyasida yashar ekanman, men Allohga ishonmayman dedim. Men sizlarga ham hozir aytmoqchiman. Kim qo'rquvda yashaydigan bo'lsa, xavotir va qo'rquvda yashaydiganlarga aytayapmanki, sizlar Allohga ishonmaysiz. Nima degani Allohga ishonish? Alloh borligiga ishonish bu bir, lekin Allohga tavakkal qilib yashash bu ikki. Bu har xil narsa. Umuman ha, Alloh bor, bilaman. Ha, Alloh bor, bizni yaratgan bor, bizni Tangrimiz bor. U butun koinotni yaratdi, butun mavjudotlarni, hammani mana shu yerni yaratdi. U qudratli, u katta. Bo'ldi, bu bir. Ha, bu fakt. Okey. Ikkinchi fakt nima? Ikkinchi fakt bu, men Allohga tavakkal qilib yashashni bilamanmi? Hamma narsa undan, Alloh menga bergani okey. Boshqasi emas. O'zim chiranib o'sha isbot energiyasiga kirib yoki tam nima deydi, ichkaridan nimanidir qilaman degan o'sha dostigator energiyasiga kirib yashayapmanmi yoki hammasini qo'yib yorib total ravishda shunchaki Alloh senga tavakkal qildim, bo'ldi, charchadim boroться qilishdan, charchadim mana shu hayotda hozir постоянно nima bu barbada yashashdan, urushdan, ichimda o'zim bilan o'zim urushib yashashdan, ichim kimdirlar bilan janjal qilib yashashdan charchadim. Bo'ldi, men sdayuсь deydi-yu rus tillarida. Sdayuсь. Iman sdayuсь degan holatda shunchaki pastga mana tiz cho'k. Nima uchun namozda biz polni tiz cho'kamiz? Tiz cho'kamiz. Nega? Savol sizga. Nega tiz cho'kasiz? Allohga tiz cho'kasiz. Chunki men hech kim emasman, hammasi sen, hammasi u. Bo'ldi, Alloh seni aytganing men uchun to'g'ri. Sen shunaqa agar menga shuni ravo ko'rgan bo'lsang, sen menga agar shu narsani to'g'ri deb bilgan bo'lsang, demak shunisi to'g'ri, men qabul qilaman deysiz. Va mana shu qabul qiluvchi bo'lib tavakkal energiyasida yashashni boshlaysiz va bu ishoning hayotingizdagi mutlaqo boshqacha hayot. Boshqacha yashash tarzi. Xavotirsiz, qo'rquvsiz, kelajakdan xavotir yo'q, o'tmishdan xafagarchilik va armon yo'q. Yo'q hech narsa. Shunchaki ichkaridan, qalbingizdan tavakkul deydi-yu, tavakkul qilib yashaysiz Allohga, Robbingizga. Robbim tavakkal qildim senga. Lekin ana shu eng qiyin ish. Eng qiyin ish ana shu, chunki Robbingizga tavakkal qilganingizda ong qo'yib yubormaydi. Ongingiz baribir xavotirda yashaydi. Men Allohga tavakkal qildim, yashayapman-da, bo'ldi, hammasi yaxshi deydi-da ko'pchilik. Lekin mamda baribir ichkaridan ichini yeb yotadi. Ichkaridan xavotirda yashaydi. Nima bo'larkin? O'xshamasa, bo'lmasa-ya, nima bo'ladi? Хорошо bo'lmagan taqdirda sen uchun xayrlisi bo'ladi-ku. O'zing aytib turibsan-ku, yo'q. Mana bu yer qo'yib yubormaydi-da. Ong ana shunaqa. Ong doim
ichkaridan insonni ushlab turadi, qo'rquvga soladi sizni. Qo'rq deydi, xavotir ol deydi, san deydi eplamaysan, sani qo'lingdan kelmaydi deydi. Ammo falonchini qara qanaqa zo'r yashayapti, san unaqa yasholmaysan, hech qachon sanda bo'lmaydi deydi-da, yana nima qilasiz? Yana butun energiyangizni shunaqa qiymatli siz uchun nima deydi, Allohdan in'omingizni siz uchun bepul berilayotgan milliardlarga almashtirmaydigan energiyangizni yana o'sha negativlarga berasizda, ularni u stress ichingizda. Xuddi ichingizda bilasizmi, qo'ziqorin qanaqa o'sadi? Qo'ziqoringa ozgina imkoniyat, sharoit yaratib bersangizga tap ko'payib o'sadi-yu, bodroq qanaqa pat qilib popkorn yorilib ketadi-yu, ichingiz shunaqa bo'ladi. Energiyani shunaqa narsa. Shuning uchun to'xtangda, o'sha payt astag'firulloh deng, to'xtang va sizda doim ikkita yo'l borligini biling. Bitta yo'l bu xavotirda yo'q narsa uchun, ya'ni kelajak bu yo'q narsa, ertaga bu yo'q narsa, 2 soatdan keyin bu yo'q narsa. O'sha uchun xavotirda yashash, yo o'tmishda bo'lib o'tgan voqealar uchun afsusda yashash. Ana shu narsaga energiyani sarflab yashab, o'sha kichkinagina ongda, masshtabsiz kichkinagina chegarali ongda yashashni lozim ko'rasizmi, tanlaysizmi? Yoki shu paytni o'zida to'xta deysiz, men energiyam mana oqib kelyapti-da, ikkita yo'l. Bu yo'l, bu nima? Bu ishonch yo'li, bu tavakkal yo'li, bu minnatdorlik yo'li, bu shukronalik, bu ichkaridan o'zingizga bo'lgan ishonch. Eplaysan, qo'lingdan keladi, pul uyat emas, ko'p pulli bo'lish bu zo'r deylik-da, misol uchun agar puldan uyaladiganlar bo'lsa. Sen yaxshisiga loyiqsan, sen qo'lingdan keladi, sen o'qiysan, o'rganasan, hamma qildi, sen ham qila olasan degan pozitsiyaga berasizmi? Qayerga diqqatingizni qaratsangiz, o'sha narsa hayotingizda ko'payadi. Bu xuddiki qora va oq qog'oz. Tasavvur qiling, bir tomoni qora, bir tomoni oq qog'oz. Qaysi tomonga qarashni faqat va faqat o'zingiz tanlaysiz. Sizga bu narsani kimdir aytayotgani yo'q, sizga bu narsani Alloh aytayotgani yo'q, shuni ko'r deb. Yo'q, siz o'zingiz tanlaysiz. Qora tomonga qarab o'tirib, hayotim qop-qora, men bechoraman, jabrdiydaman, qurbonman deb yashaysizmi? Yoki ikkinchi tomon, oppoq tomonga qarab, hayot bugundan noldan boshlanyapti. Har kun menga yangi imkoniyat. Men uyg'ondimmi, bu mening imkoniyatim. Masshtabga chiqish, yaxshiroq yashash, zo'r bo'lish, kuchliroq bo'lish, qo'rqmas bo'lish, jasur bo'lish meni tanlovim. Bo'ldi, ana shu narsani bilsangiz agar, hech narsadan qo'rqmasdan yashashni boshlaysiz. To'g'ri, bittada bo'lmaydi. Bittada yillar davomida qo'rquvda yashashni o'rgangan ong, yillar davomida xavotirda yashashni o'rgangan ong uchun tabiiyki bittada bu narsadan voz kechish bu imkonsiz. Nerealno, lekin uni o'rgatsa bo'ladi. Ongni eng yaxshi tomoni shuki, uni har narsaga o'rgatsa bo'ladi. Ammo hozirgi bitta narsa aytaman. Agar siz tabassum qilishni bilmaydigan odam bo'lsangiz, mana shuni yashaysiz. Hamma narsada jiddiysiz. Kimdir nimadir gapirsa ham jiddiysiz, kimdir qanaqadir komediya gapirib bersa ham, deysiz, shu ham kulgilimi deysiz, ensangiz qotadi. Kimdir gapirsa ham, o'chirsanchi ovozingni, uncha yoqimsizsan deysiz. Mana shu sizni ongingizning tanlovi. Aynan shunaqa pozitsiyada yashash. Va ong shunday pozitsiyani o'rganib oladi. Va bunaqa ongni ertaga komediyaning Yorvorations variantini bering, u kulmaydi. Chunki u kulishni atviq deydi-yu, atviqni chiqgan. Ya'ni kulishni unutdi. Bo'ldi, kulishni unutdi ong. Ongni shunaqa trenirovka qilib berdingizki, u kulishni unutdi. U zavqlanishni unutdi, bo'ldi, u bilmaydi. Lekin uni trenirovka qilsa bo'ladi, yana joyiga qaytarish uchun. Chunki biz har birimiz bolalikdan yaqin orada, yaqingina bola bo'lgan paytimizda kulib yashaganmiz. Biz tug'ilganimizdan xumur emasmiz. Biz tug'ilganimizdan hayot og'ir, hayot vazmin, hayot bu, hayot u demaganmiz. Biz o'sha payt hech narsani tushunmagan holatda shunchaki total ravishda ishonib yashaganmiz. Kimga, mana bola kimga ishonib xursand bo'lib yashaydi, quvnab yashaydi hayotdan, qiqir kuladi. Qayerdan bu unda? Qayerdan? Ana shu непосредственность bo'ladi-yu, детская непосредственность ichingizda. Mana bola u, bola. Va o'sha bola siz qancha katta bo'lmasangiz ichingizda qolaveradi. Shuning uchun biz katta bo'lganimiz sari ichimizda 3 ta shaxs bor deymiz.
uchta pozitsiyada yashaymiz. Bu kichkina bola pozitsiyasi, bu ota-ona, ya'ni bizani tanqid qilib turuvchi, bizga aql o'rgatuvchi, diqqatli bo'l, jiddiy bo'l, kulma, buncha ko'p kulsang odamlar gapiradi, uyalmaysanmi? Tam ko'p pul topish uyatli, o'zingga pul xarajat qilishdan uyalmadingmi? Ota-onangni o'ylamadingmi? Voy, bitta ota-onangga olib kelmasdan o'zingga yediribsan-da, degan gaplar bu sizning ichingizdagi o'sha katta ota-ona pozitsiyasi. Va uchinchi, bu mudrets deyishadi uni, bilasizmi? Осознанный взрослый, bu katta odam, ichingizdagi yetuk inson, yetuk shaxs. Uchalasi ham sizga kerak. Chunki uyat bo'lmasa yasha olmaymiz. Uyatsiz hayot bo'lmaydi. Uyat bizani ko'p narsadan asraydi, u bizga kerakli energiya. Qo'rquvsiz ham yashab bo'lmaydi. U ham bizga kerakli energiya. Uning ham bizning hayotimizda yo'li bor, ya'ni roli bor. Qo'rquv bizani, kechirasiz, mashinani tagiga o'zimizni tashashdan ehtiyot qiladi. Bilmayman, qanaqadir hayotimizda masalan olovga qo'lingizni tiqishdan, o'zi sakrashdan yoki boshqa joyda ilitaman, bilmayman 15-etajdan qo'rqmayman deb sakrab tushishingizdan u sizni ehtiyot qiladi. U sizga kerak bo'lgan energiya, u sizga kerak bo'lgan emotsiya. Kerak u bizga. Men uni hech qanaqa atritsiya qilish haqida aytmayapman hozir. Ana shu uyat bormi, qo'rquv bormi, boshqasi bormi, bular bizga kerak. Lekin shu bilan birgalikda o'sha ichimizda o'sha ota-ona ham kerak. Ozgina bizani to'xta, sal o'ylab ko'r, bu narsani qilishdan oldin nima deb o'ylaysan, reytni o'lcha deb turadigan ichimizdagi shunaqa pozitsiya kerak. Yoki ichimizdagi o'sha bola hamma narsaga xursand bo'ladigan, tabassum qiladigan, yomg'ir yoqsa ham zavqlanadigan, sharik uchsa ham voy deydigan, salyut otishsa ham voy buncha chiroyli. O salyutni ko'rganingizda ichingizda nima sodir bo'ladi, bilasizmi? Nima uchun siz chiqib yugurib salyut ko'rgingiz keladi agar salyut otishsaga? Chunki ichingizdagi bolangiz tirik. Ichingizdagi bolangiz tirik bo'lsa agar siz salyut ko'rgingiz keladi, siz shariklarga qiziqasiz, tomosha qilasiz. Nimadir bolalarga qiziq bo'lgan narsa sizga ham qiziq bo'ladi. Chunki ichingizdagi bola o'sha narsadan har doim zavqlangan. U uchun har doim bu narsa qiziq bo'lgan. Lekin bora shunchaki o'sha bolani, ichidagi bolani so'ndirib, ovozini o'chirtirib shunchaki biz xamuriy bo'lib qolganmiz. Kulishni unutgan, komediya aytsa ham emas, kulmaydigan, neseryozniy, hamma narsa jiddiy bo'lishi kerak. Namchi sizlar jiddiy emassizlar, namchi sizlar busizlar, ozgina jinnilik qilsa ham kimdir yoqmaydi va muncha sizlar bachkanasizlar deb turadigan holat, bu kakrasdagi o'sha kichkina bolangiz yo'qligi. To'g'ri, shunaqa paytlar bo'ladiki, haddan oshib ketgan vaziyat bo'lishi mumkin, kimdir bachkanligini ko'rganda. Lekin shu payt o'zingizga savol bering, ularga mumkin-ku? Bu siz emassiz-ku. Ularga mumkin-ku shunaqa bachkanlik qilish. Ular xohlayapti shuni, ichidagi bolasi xohlayapti qilsin. Nimaga yo'q? Kimsizki ularga ruxsat bermaysiz? Kimsizki ularni muhokama qilasiz? Kimsizki ularni to'xtatasiz? O'zingizda yo'qligi uchun jahlingiz chiqadi. Chunki siz bunaqa qila olmaysiz-da. Chunki siz chiqib mazza qila olmaysiz. Ular jinnilik qilsa agar siz shunaqa qila olmaysiz. Shuning uchun sizni jahlingiz chiqadi. Ko'rgingizda bachkana, namunchasan, falon deysiz. Shuning uchun ham zavqlanayotgan odamni ko'rsangiz agar va sizda agar shu narsa bo'lmasa agar havas energiyasini yoqing. Hasad emas, jahl emas, nezdoroviy energiya emas, havasni yoqing. Nega? Chunki bu yuqumli. Siz qaysi nima deydi, anunda energiyada yashasangiz agar, qaysi energiyada bo'lishni istasangiz, o'sha narsa sizga yuqadi. Shuning uchun ham doim o'ylang, kimni atrofingizda kim bor? Kimning ichida yashayapsiz? Kimning ichida siz? Kim sizni atrofingizda, kim sizni o'rab turibdi? Mana shunaqa kulishni bilmaydigan, hamma narsani o'ta jiddiy qabul qiladigan, hamma narsadan noliydigan, hamma narsada jabr deydi sifatida o'zini his qiladigan, hamma narsada kimnidir muhokama qiladigan, aql o'rgatadiganlar bo'lsa agar, bilingki siz ham o'shandan biri bo'lasiz. Chunki bu yuqumli, bunaqa energiyani ichida bo'la turib, men unaqa emasman, men ularni eshitaman, lekin hech qachon ular bilan qo'shilmayman deya olmaysiz. Yolg'on. Chunki siz o'shani ichidamisiz, demak siz o'shalardan birisiz. Bo'ldi, gap tamom. Qolgani sizning kibringiz. Ya'ni uni tan olmaslik, o'sha odamlarni shunaqa qilayotganini yoki kimnidir muhokama qilayotgan, men o'shalar bilan birga bitta davrada o'tiraman, lekin ular muhokama qilsaga men hech ham qo'shilmayman desangiz agar, bilingki bu sizning ichingizdagi kibr changiz shunaqa o'ynab beryaptiki, что men o'shalarning davrasida o'tiraman, lekin men ularda emasman degan kibr. Tushunyapsiz?
Aks holda siz allaqachon u davradan chiqib ketgan bo'lardingiz. Aks holda siz allaqachon yangi davrani o'zingiz uchun ochgan bo'lardingiz. Shuning uchun ham havas energiyasi bu shunaqa narsaki, boy odammi? Kuzatyapsizmi? İchingizdan hasad qilmang, ichingizda havas qilingda, shu narsa, xuddi shu narsa, shu holatda yashab ko'rgim kelyapti deng. Yuqtiring o'zingizga, xuddi yuqsin deng, yuqsin menga deng, yuqimli bo'lsin deng. Ichida bo'lgim kelyapti, ichida yashagim kelyapti. Men shu boy odamlar bilan birga gaplashganda shuni eshitsam bo'ldi, yetadi deng. Uni puli sizga kerak emas, u sizga bilmayman ham pul berib biznesingizga yordam berishi kerak emas, kerak emas. Siz shunchaki o'sha odamni oldida turganingizni o'zi yetadi. O'sha narsa siz uchun yuqumli. Chunki energiya bu maydon, bu pole. Qanaqa tushuntirsam ekan sizga? Ikkita misol bilan tushuntiraman. Misol uchun tasavvur qiling, bitta xonadondasiz, bitta xonaning ichidasiz va xonada shunchaki yoqimli ifor taraldi. Zo'r ifor, prям anu благовоние taraldi-da, shunday yoqimli. Ikkinchi xonaga kirib sassiq, badbo'y, nimadir mog'or bosgan, bilmayman, balchiq hidi kelyapti. Ikkita xonadasiz. Ikkitasida ham odamlar bor. Balchiq hidini o'sha o'rganib ketgan, o'sha hidda yashab, o'sha narsa to'g'ri deb yashayotgan odamlar. Ikkinchisi faqat o'ziga eng zo'rini poзволять qiladigan, eng zo'r hidda yashaydigan odamlar. Ikkalasida ham mana kirganingizda bu nima? Siz his qildingiz birinchi, "Vau" dedingiz, "Hidi zo'r ekan-a" dedingiz, energiya. O'sha muhitning energiyasini his qildingiz. Yoki kirdingiz, badbo'y hid. Nima bu? His qildingiz shu narsani. Bu ham energiya. Qachonki siz o'shani ichida yashab qolsangiz, hech bo'lmasa 2 soat qolsangiz agar, hidni esingizdan chiqarasiz. Hidga burningiz o'rganib qoladi. Yaxshi hidga ham, yomon hidga ham. Boshidan tushunishingiz kerak, qayerga kiryapman men, qaysi davrada o'tiribman, bu davra meni o'stiradimi yoki bu davra meni qurbon qiladi, bu davra meni cho'ktiradimi? Chunki siz o'sha balchiq hidi kelib turgan xonaga kirsangiz, boshida sizga yoqmaydi, boshida siz o'tirasiz, voy muncha sassiq bu deysiz, qanaqa chidayapsizlar deysizda, lekin bora burningiz bu narsaga o'rganadi va qarabsizki, siz ham shu davraning bir bo'lagisiz. Sizni o'stirmaydigan, sizni rivojlantirmaydigan, muhokamalar bilan yashaydigan negativchilarning davrasidasiz. Yoki sizni o'stiradigan, sizni rivojlantiradigan pul haqida, biznes haqida, qadriyat haqida, qiymat haqida, odob haqida, axloq haqida, xudo haqida, yaxshilik haqida gaplashadiganlar davrasidasiz. Qayerda bo'lish siz tanlaysiz. Ikkinchi misol, yana o'sha energiya bu maydon degani Wi-Fi. Wi-Fi. Tasavvur qiling, bitta joyga kirdingiz, Wi-Fi shunday yoqsangizga Wi-Fi uchyapti. Bittada 500 megabayt mana uni videoni bitta bir deganda uchirib yuboryapti. Shunaqa baland masshtabdagi, baland skoroustdagi Wi-Fi'li joy. Yoki ikkinchi xonaga kirdingiz, Wi-Fi bir ko'rsatyapti-da, 5 megabaytli narsangiz ham aylanib yotibdi. Ana shu ham energiya. Mana misol aytyapman. Ya'ni siz qaysi muhitda bo'lsangiz, o'sha muhitdan zaryad olasiz. Wi-Fi kabi. Ya'ni Wi-Fi da telefoningiz qanaqa uchsa, sizning energiyangiz ham shunaqa uchadi. Agar sizni o'stiradigan, xuddi o'sha Wi-Fi baland skoroustda ishlaydigan fikri, ongi, qalbi baland skoroustda, masshtabda yashaydigan va o'ylaydigan odamlar ichida bo'lsangiz, yoki masshtabi mana shuncha, masshtab haqida vashi bilmaydi, xohlamaydi ham, o'sishni ham, rivojlantirishni ham, bir xil muhit, bir xil yostiq, bir xil adyol, bir xil prostin pododyanik, bir xil holat, hech narsa o'zgargani yillar davomida bir xil sassib chirib ketgan bir xil holatda kirdingizda nima qilyapsiz o'sha yerda? Demakki siz o'sha megabaytni kichkina megabaytni ham jo'nata olmaydigan Wi-Fi ning ichida sizmisiz? O'smaysiz. Yo siz o'sha muhitni o'stirishingiz kerak, ya'ni o'zgartiraylik, bo'lmaydi bunaqa yashash, davay o'zgartiramiz, davay mana almashtiramiz, buni ham almashtiramiz, mebelni joyini перестановка qilamiz, boshqa deb siz qo'lingizga inisiativani olib uni o'zgartirishni boshlaysiz, lekin buning uchun sizni masshtabingiz tayyor bo'lish kerak. Ya'ni siz buning uchun siz shu narsa noto'g'ri ekanini ko'rishingiz kerak. Yoki mana bu yerda sizni o'stiruvchi, sizni rivojlantiruvchi davrani ichida hech bo'lmasa bo'lib ko'rishingiz kerak. O'shanda bu yuqumli bo'ladi. O'shanda hatto eshitganingizda, "Vau, odamlar shunaqa yashar ekan-a? Vuxti, odamlarda shunaqa qasdi ekan fikr. Shu odamlar milliard haqida gapiryapti. Biz milliondan qo'rqamiz. Bu yerda odamlar milliardlarni shunchaki oson og'zini shuni og'zidan chiqib gapiryapti. Qanaqasiga deydi. Qanaqasiga deysiz?
ana shunaqasini his qilgim kelyapti. Men ham milliard haqida oson gapirgim kelyapti. Shunchaki milliard deb gapirgim kelyapti. Oson, milliard suda oson bo'lsin men uchun deyishingiz mumkin. Ana shu masshtab. Qachonki siz kichkinagina mana shu tor doiradan sekin asta sizni o'stiradigan, ya'ni o'zingiz mana shu hozirgi kichkinagina kulbachangiz, kulba deganda uyingizni nazarda tutmayapman. Ni v ko'm shunaqa o'ylamang. Yashayotgan muhitingizni ham aytmayapman. Ichingiz, miyangiz, qalbingizni aytyapman. O'sha muhitingizni, sizni o'rab turgan odamlarni aytyapman. Ana shu kulbachangizni расширять qilish o'zingizning qo'lingizda. Siz buni qila olishingiz mumkin. Ya'ni qachonki men kim bilan do'stman? Kim bilan do'stlashyapman? Meni do'stlarim kim? Meni do'stlarim boy odamlarmi yoki boriga qanoat qilib, boriga shukr qilib yashayapmizda, ya'ni shunday hayot deydiganlarmi? Men o'shanaqalardan bo'lmoqchimanmi? Ya'ni boriga shukr qilib yashasam bo'ldi, menga yetadi deydiganlardan bo'lmoqchimisiz? Bunga haqqingiz bor. Bemalol, absolyutno, hech qanaqa tanqid, sizni bu adresingizga qanaqadir noto'g'ri deyish umuman unaqa emas. Chunki bu sizning tanlovingiz, sizning haqqingiz bor. Shunaqa yashab turishga yoki hozircha shunaqa fikrlashga yoki shunaqa hozircha men uchun bo'ladi degan narsa bilan yashashingiz 100% haqlisiz. Shunchaki masshtab haqida so'raganingiz uchun, masshtab bu qanaqa bo'ladi deganingiz uchun men sizga farqini ko'rsatib beryapman. Lekin ni v ko'm случае sizni bu yashab turgan, masalan, menga bo'laveradi degan narsangizdan mana shu bo'laveradi degan tushunchangizni buzish niyatim yo'q. Bo'laveradimi? Demak zo'r. Bo'lsin. Demak hozir shunisi siz uchun yaxshi. Mana shu sizning hozirgi quvvatingiz shuni ko'tara olyapti. Bundan ortig'ini ko'tara uje joniga tekkanida edi, bo'laveradi demasdingiz. Yo'q. Nimaga menda unaqa? Nimaga menda bunaqa? Yo'q, men bundan ko'pini xohlamayman. Ozgina oshsin, yana ham harakat qilaylik, nimadir qilaylik, ko'paytiraylik degan holat, niyat keldimi? Bo'ldi. Masshtabning bitta pog'onasi, bitta ikkinchi pog'onaga chiqyapsiz. Xursand bo'ling. Ya'ni mana shu hozirgi o'tirgan lesnitsangizda bitta o'sha bilmayman nechinchi lesnitsada o'tirgan bo'lsangiz bo'laveradi deyapsizmi? Demak, quvvatim tayyor emas. Bo'ldi. Hech qanaqa gap so'z yo'q. Chunki siz mana shu bo'laveradidan kimdir sizni majburlab qatgadir chiqazib qo'ysa, agar siz kasal bo'lasiz. Siz kasal bo'lasiz, siz uni ko'tara olmaysiz. Chunki bu kakrastiki o'sha boya aytganimdek quvvatingiz ko'tarilishi kerak. Chunki bizda penitsilin banachkasidagi quvvat bor. Mana penitsilin bankasi qanaqa kichkinagina butilkacha. Va bor 3 dan bilmayman tonnali katta testserna bor. Ikkalasi ham siz. Ikkalasi ham ichingiz. Bittasi yoki siz o'sha penitsilin butilkasi bo'lib, mana shu ong penitsilin butilkasidagi kichkinagina quvvatga yarasha yashaydi, bo'laveradi deydi. Yoki menga yana ham ko'proq kerak. Yana ham yaxshiroq yashashni istayman. Qalbimni yana ham ochkim kelyapti. Allohni yana ham tanigim kelyapti. Yana ham Allohning rizqi nasibasi barakasiga ochilishim kerak. Pul tugamaydi. Alloh dunyoni yaratibdiki, uni izobilni, uni barakali qilgan. Shu barakani men his qilgim kelyapti degan niyat bilan yashashni boshlaysiz. O'sha penitsilin butilkangizni sekin asta katta qilasiz. Ertaga u 1 litrlik bo'ladi, keyin 3 litrlik, keyin 5 litr, keyin 15 litr bo'ladi. Quvvatiga yarashasini olaveradi. Endi tasavvur qiling, penitsilin bankasi. Ong penitsilin bankasidagi quvvatga ega. Kichkinagina, o'shunchagina sig'adi. Bo'ldi, bundan ortiq sig'maydi. 5 millilitr sig'adi. Imamda 3 tonnali sisterna turibdi. Unga 5 millilitr nima u? U kapla ham emas unga. U yo'q bo'lib ketadi. Ispareniya bo'ladi, uni tushganigacha ispareniya bo'ladi, tushunyapsiz-a? Mana shu 3 tonnali sisterna va 5 millilitrli butilочка. Ikkalasi ham ichidagi masshtab, ichidagi quvvat, ichidagi o'sha nima deydi, odamning ichidagi quvvati. Shu sig'adigan narsasi nima deydi? Flakoni. Вот так, energiyasini akkumulyatori deng, okey. Mana shunaqa tushuntirish uchun akkumulyator. Ana endi 3 tonnali sisterna bilan yashaydigan insonni energiyasi, masshtabi qanday bo'ladi? Uni tasavvur qiling, Niagara vodopadi. Niagara vodopad bilasiz, eng dunyodagi eng quvvatli vodopad Niagara vodopadi. Bir deganda 3 million tonnami shunaqa suv tushadi. Bir desangiz
uchu 2 3 hozir siz bilan gaplashib o'tirgancha necha million tonna уже tushib bo'ldi bu yerdada va u tugamayapti. Dunyo yaralganki o'sha Niagara vodopadi bor. Bugungacha u davom etyapti va sizdan keyin bizdan keyin ham davom etaveradi. Ya'ni dunyoning shu qadar bitmas, tuganmas nima deydi, kuchini, quvvatini Alloh shunaqa vodopadlarda bizga ko'rsatib turibdi-da. Kuchini, quvvatini ko'rsatyapti. Tugamaydi. Baraka shunaqa narsadir. Endi tasavvur qiling, ana shunaqa katta vodopad tasavvur qiling, bu pul. Mana shu vodopadga o'xshagan pul kelyapti. Har kuni osmondan shuncha pul energiya sifatida tushyapti. Chunki siz pulni ko'ra olmaysiz, pulni his qilib bo'lmaydi. Boya aytganimdek, qog'oz bo'lsa agar, u qog'oz 100 dollarli ham, 2000 so'mli ham u qog'oz bo'ldi. Uni faqat qiymatda hisoblaganingiz uchun ham siz unda energiya borligini bilasiz. 100 dollarli, 100 dollar bu juda zo'r deysizda, uni qiymatini hisobida siz unga qiymat berasiz, qiymatli bo'ladi. 2000 so'mli kupyura agar yerda yotsa agar, men hozir 2000 so'mlik kupyurani hech qanaqa qadrsizlantirishni niyatim yo'q, prosta aytmoqchimanki, siz 2000 so'mga umuman qaramaysiz, parvo qilmaysiz. Nima uchun? Chunki siz uchun u qiymat emas. Demak, energiya. Bu yoqqa energiyani berdingiz, xayolan bo'ldi bu, bu zo'r dedingiz. Bu yoqqa energiya bermayapsiz. Shuning uchun ham pul bu energiya. Tasavvur qiling, har kuni Allohdan bizga pul tinmasdan oqyapti, tugamayapti. Bog mo'y bank deydi-ku ko'pchilik, Xudo meni bankim. Xudoning chek-chegarasi yo'q izobilniy dunyosida men ham yashayapman, men ham izobilniyman. Menda ham tugamaydi degan tushuncha bilan yashaydigan odamlar bor, kakrasiki ularda hech qachon tugamaydi. Ular bundan qo'rqmaydi chunki pulim tugaydi. Voy, pulim tugab qolsa nima qilaman degan xavotir vashshi ularda yo'q. Ular biladiki, hozir chiqib ketsa yana keladi. Chunki har kuni energiya sifatida pul kelyapti. O'sha narsaning tagida mana katta o'sha yog'ingarchilik bo'lyapti. Hozir biz siz bilan buni ko'ra olmaymiz, lekin energiya kelyapti, yog'ilyapti-da. Ana shu yog'ingarchilik tagida penitsilin banочкасы turibdi, 3 tonnali sisterna turibdi. Ikkalasi ham bir xil to'ladi. 5 o'sha millilitr ham to'lib beradi, shunchaga yarasha bo'laveradi dedik-da chunki. Yoki 3 tonnali sisterna tarsi deb katta kontrakt, katta qanaqadir masshtabli dogovor, qanaqadir yangi kompaniya bilan ish qilyapmiz, boshqa qilyapmiz, to'ldi. Всё. Bir xil. Ikkalasi ham odam qilyapti. Ikkalasida ham odam bor. Faqat shunchaki bittasida masshtab o'sha shunaqa kengayib bo'lganki, u butun dunyoning izobiliyasini, barakasini Allohdan qabul qilishni biladi. Ikkinchisi esa bilmaydi. Ikkinchisiga hozircha bo'laveradi. Va ikkalasi ham to'g'ri yashayapti. Ikkalasini ham qachonki siz o'tirib, agar ana 3 tonnali sisternasi bor, ichidagi masshtabi bor odamni tanqid qilsangiz, bilingki, bir umr shu 5 millilitrli penitsilin holatida yashab ketaverasiz. Bo'laveradi deysiz. Bizga bo'laveradi, uni qara, shuncha zaril kelibdimi, boshqa kerak emas, lutchi bizga shunisi bo'ladi deysiz. Shunchaki ong o'zi uchun qancha unga quvvati yetishini tushunishi kerak. Va ichingiz, qalbingiz shu narsani his qilishi kerak. Menga hozir qancha kerak? Menga hozir shu narsa yetarlimi yoki yetarli emasmi? Menga hozir shu bilan okeymi, okey emasmi? Qachonki shu narsani his qilsangiz agar, o'sha narsaga harakatingizni oshirasiz. O'qituvchilar yozyapti ana kuni. Nima, men o'qituvchiman, qanaqa qilib sayohatga chiqa olaman? Bunaqa oyligim bilan. Men o'ylayman, bugungi kunda umuman olganda, kechirasiz, 2017-yildan oldingi o'qituvchilarning holatini-yu bugungi o'qituvchilarning holatini solishtirganda, prezident o'qituvchilar uchun juda ham ko'p keng masshtabda imkoniyatlar, sharoitlar yaratib beryaptilar. Bu narsani inkor qila olmaysiz. O'qituvchilarga, vrachlarga, hammaga. Agar sizda bilim bo'lsa, agar siz kuchli o'qituvchi bo'lsangiz, siz hech qachon och qolmaysiz. Siz sayohatni manaman deb chiqarasiz. Men Baliga uchib kelayotganimda Malayziya orqali uchdim va bilasizmi, men bilan birgalikda 20 ta o'qituvchi uchdi. 20 ta o'qituvchi qayerga uchyapsizlar desa, Malayziyada qanaqadir bo'layotgan ekan, повышение kvalifikatsiya, o'sha повышение kvalifikatsiyaga uchyapmiz deb kelishdi. Ya'ni повышение kvalifikatsiyaga uchayotgan o'qituvchilar bilan birga Malayziyaga uchib kelyapman. Men ularni ko'ryapman, aytayapmanki, kayfsan, o'zingni kasbing senga qachonki shunaqa uchish imkoniyatini bersa. Lekin nima uchun 20 ta? Nega o'sha 20 taning ichida qolgan o'qituvchilar yo'q? Chunki mana shu 20 ta demak o'ziga doim вкладывать qilyapti, doim investirovать qilyapti. Yangi metodlarni o'rganyapti, dars berishning yangi texnikalarini o'rganyapti. Masalan, har birimiz ota-onamiz va har birimiz istaymizki, bolamiz eng zo'r o'qituvchida o'qisin. Va hech qachon pulimizni o'qituvchiga tejamaymiz. Kerak bo'lsa repetitor deb qilib yollaymiz o'sha o'qituvchini. Nima uchun? Chunki biz uning bilimiga ishonamiz.
chunki o'sha o'qituvchining bilimi menga kerak, mani farzandimga shu bilim bo'lishi kerak, yuqsin shu bilim, o'rgatsin shu narsani deymiz. Nima uchun siz shunaqa o'qituvchi emassiz? O'zingizga shunaqa savol bering. Nega men ana shunaqa qiymatli o'qituvchi emasman? Ya'ni nimaga menga o'sha deylik ota-ona farzandini olib kelib, mani bolamni o'qiting demayapti. Demak, men hozircha bunga noloyiqman. Ya'ni meni bilimim hozircha buning uchun kam. Yoki bilimim kam, yoki o'zimni namoyon qila olmayapman, yoki o'zim haqimda gapira olmayapman. Yoki men shunchaki bu narsadan qo'rqaman. Ko'p pul ishlashdan, yana o'sha uyalish. Ya'ni ko'p pul ishlash, uyat o'qituvchi degan repetitorlik qiladimi? Yo'q, uyat. Men shuncha yil o'qituvchi bo'lib ishlagan bo'lsam, biror marta tam repetitorlik qilmaganman, chunki men buni noto'g'ri deb bilaman. To'g'ri, bu sizning qarashingiz, bu sizning masshtabingiz. Ana shu kichkinagina masshtab bilan yashayotganingiz uchun ham boriga qanoat qilib yashayapsiz, bo'laveradi deb. Unaqada hech qachon sayohatni yoki katta pulni orzu qilmang, umid qilmang. Bo'ldi, bo'laveradimi, bo'laveradi. Lekin net bo'lmaydi. Qani nima qilishim kerak deb harakatingizni ko'paytirsangiz, bilimingizni zo'r qilsangiz agar, dunyoning любой chekkasidan sizni qidirib o'sha odamlar kelib, "Mani iltimos falonchi opa, shu bolamni o'qitib bering" deydi. Va nimasi yomon buni? Chunki kechirasiz-ku, nima bepul bu dunyoda. Va mana shu narsani aslida ichingizda bepul degan tushuncha bilan yashayotganingiz uchun ham energiya degan mavzuni bilmaysiz. Bepul bo'lishi kerak. Bepul bo'lishi kerak. Misol uchun tibbiyot bepul bo'lishi kerak. Ta'lim bepul bo'lishi kerak. To'g'ri, sizga davlat buni bepul qilib berdi, lekin davlat buning uchun qancha pul sarflayapti? Siz uchun, sizga kelganda u narsa bepul. Siz birinchi skoriga chaqirsangiz, agar sizga bepul keladi. Siz bolangizni maktabga bersangiz, u bepul boradi. Lekin davlat qancha pul xarajat qilyapti bunga? Bu narsa bepul bo'layotgani yo'q. Bu narsa katta byudjet hisobidan bo'layapti-ku. Ana shu narsani ham tushunishingiz kerak. Demakki, bu hayotda hamma narsa hisob kitobda, energiyada. Qaysi o'qituvchi bepul ishlab berishi kerak? Nima och qolsinmi? Qanaqa qilib bolasini yedirsin? Qanaqa qilib qorinni to'yg'izsin? Qanaqa qilib yashasin bo'lmasam? Yoki nima vrach bepul ishlashi kerakmi? Qayerdan bunaqa fikr? Ana shu fikr borligi uchun ham biz mana shunaqa tor doirada yashaymiz va masshtab haqida tushunmaymiz. Qachonki ichingizdan men eng zo'r o'qituvchini yollayman, men uchun bu okey. Men eng yaxshi vrachga boraman, men uchun bu okey. Men eng zo'r mutaxassisga uchrayman, men uchun bu okey. Menga eng yaxshisi bo'lishi kerak, eng zo'ri bo'lishi kerak degan fikr bilan yashashni boshlasangiz, masshtabingiz kengayishni boshlaydi. Chunki mana shu yerdagi ongdagi nima deydi, узкий мышление, вот воспаленный mozg deydi-yu, shamollagan miya hamma narsani bepul olgisi keladi. Shamollagan miya hamma narsaga bepul harakat qiladi, bepul bo'lsin deb. Shamollagan miya. Bunaqa odamlarni hech qanaqasiga men muhokama qilmayman. Men bunaqa odamlarni tanqid qilmayman. Nima uchun? Chunki ular hozircha shu pozitsiyada yashayapti, yashab ko'rsin. To yashab ko'rmagunigacha keyingi etapga o'ta olmaydi. Bunaqa odamlar bo'lishi kerak bizning hayotimizda. Biz o'zimiz shunaqa bo'lganmiz. Men shunaqa bo'lganman. Kafega kirganda, restoranga kirganda, menyuni ochganda qo'rqib ko'rardim narxlarini. Nech pul ekan degan. Mana bu yerimda birinchi puli turardi. Qimmat bo'lsa kerak. O'sha yerda menyusini ochganda eng arzon nima bo'lsa o'sha narsani tanlardim. Menga shuni yegim kelyapti, boshqa narsa yegim kelmayapti derdim. Nega? Chunki ichkarida qo'rquv bor edi, katta pulni berish yoki shu narsaga xarajat qilish kerak emas derdim. Tabiiyki ana shu qo'rquvim hisobidan ana shu katta pulni xarajat qilishdagi uyatmi, qo'rquvmi, o'sha energiya hisobidan nima bo'ladi? Tabiiyki sizga uje shuncha beriladi. Shuning uchun ham men hozir nima uchun pul haqida gapirayotganim sababi, chunki aksariyat odamlarning bugungi zaprosi aynan shu, pul. Duxovniy развитие haqida, misol uchun mana ruhan o'sish haqida, Allohga intilish haqida gapiradigan bo'lsam agar, bitta narsani to'g'ri tushunishingiz kerak. Biz ham materialniy dunyoda, ya'ni mana materialniy, fizikiy ushlab ko'radigan dunyoda yashayapmiz va qalbimiz o'sha duxovniy dunyoda yashayapti. Toki bizda balans bo'lmas ekan, mana bu yerda agar bizga okey, materialniy dunyoda ota-onamiz bilan munosabatimiz bu materialniy dunyo, okey. Erim bilan qoniqyapmanmi, qoniqmayapmanmi? Okey. Farzandlarim yaxshimi, yomonmi? Okey. Pulim yetarlimi, yetarli emasmi? O'zimga yetyaptimi, yetmayaptimi? Men bundan qoniqyapmanmi topgan pulimdan? Okey. Ana shu okeylar joyiga tushsa agar, ikkinchi tomondan ruhan o'sish ham joyiga. Lekin ko'pchilik nima qiladi? Pul ishlash noto'g'ri.
qayerdadir kechirasiz shunaqa odamlar bor, harom, bundan ko'p pul topish harom, kerak emas deydiganlar ham bor. Ya'ni uni og'izda aytmasa ham mana bu yerda ichkarida shu narsa o'tiradi-da. Ya'ni puldan uyalib, barakadan uyalib, qanaqadir kattaroq masshtabga chiqishdan uyalib yashayishadi. Nima deyshadi? Yo'q, men deydi ruhan o'sishim, men faqat Xudo deyman. To'g'ri, ayting, qiling. Lekin shu bilan birgalikda bitta narsa, mana bu yer kam bo'lgani uchun ham ming ichkarida Xudo deganingiz bilan qorin och bo'lsa yoki deylik o'sha qayerdadir yetkazmayotgan bo'lsangiz, ichingizda nima bo'ladi? G'alayon paydo bo'ladi. Ichingizda norozichilik paydo bo'ladi. Ichingizdan nimaga menda unaqa emas deysiz. Ichingizdan o'zingizni solishtirishni boshlaysiz. Chunki ruhiy o'sish juda baland urovingga chiqish uchun inson bilasizmi, birinchi o'rinda o'zini fizikiy, materialniy dunyosidagi o'sha xarajat, harakatlarni joyiga qo'yib qo'yishi kerak. Mana bu yer joyiga bo'lsa agar bu yer ham okey bo'ladi. Ana shu narsani haqida aytmoqchiman. Shuning uchun ham masshtab deganda, masshtab masalan men o'zim umraga birinchi marta 2024-yil borgan bo'lsam agar, o'shanda Alloh, men masshtab degan tushunchani his qilgim kelyapti deganman-da. O'zimga shunaqa zapros bilan borganman. Ya'ni meni yangi yilim 2024-yilimda men masshtab degan tushunchani his qilgim kelyapti. Yangi darajaga o'smoqchiman, chiqmoqchiman deganman. Menga o'sha yili umrimda ishlamagan pul kelgan. Juda katta summada men pul ishlaganman. Ya'ni zo'r kontrakt bo'lgan, zo'r ish bo'lgan, ishimiz zo'r bo'lib ketganda, zo'r foydaga chiqganman. Xavotir, qo'rquv, keyinchalik o'sha uyat energiyalari ko'tarilib ketganini tushundim. Men akazitsa hali bunaqa summaga, bunaqa masshtabga tayyor emas ekanman. Ya'ni meni Alloh o'shanda so'rading, berdim, qilib ko'r, tatib ko'r, qalay ekan dedi. Men o'shanda aytdimki, yo'q, bu ko'p, bu chirish ko'p men uchun. Yo'q, Alloh, men eplay olmay qoldim o'zimni dedim ichimdan-da. Ya'ni menga qiyin bo'ldi. Men qo'rqishni boshladim. Buncha ko'p puling bo'lsa, ertaga seni tam tekshirishadi, ertaga bu bo'ladi, ertaga puling ko'p bo'lsa tam bu bo'ladi, u bo'ladi degan mingta xayol ichimda yashashni boshladi. Men shuni tushundimki, meni quvvatim boyaga aytganimdek, men shunaqa penitsillinoviy banочкаga katta summa keldi. Eplay olmadim, ola olmadim, ko'tara olmadim. Объемim, yo'mkostim u narsani ola olmadi. Men o'sha tushundim, yo'q, demak menga buncha kerak emas ekan, menga hozircha shuncha kerak ekan. Ya'ni o'zimga norma, o'zimga loppa loyiq. Tushunyapsiz? Xuddiki kiyimni kiyganingizda katta kiyim kiyasiz-ku, o'zingizga yarashmay turadi. Yoki loyig'ini kiyasiz. Mana loppa loyiq o'zimga yarashib turibdi deysiz. Xuddi shunaqa. Men o'shanda tushunganman, оказывается, pul kelishi uchun ham men katta pulni orzu qildim, lekin o'sha pulga yetarli quvvatim bormi? Men o'sha pulni qabul qilish uchun quvvatim yetarlimi? Ani 400 voltli anunga rozetkaga o'zimni solmayapmanmi? Ertaga portlab ketmaymanmi degan narsani bermagan ekanman. Lekin so'raganim uchun Alloh menga berdi va men buni qilib ko'rdim. Ya'ni avval inson hayotida avval qilib ko'radi, keyin fikrga keladi. Biz mana bola birinchi harakat qiladi, unga tushuntirib berilmaydi. Qara, harakat qilishing uchun oyog'ingni bundoq qo'yasan, keyin bundoq bo'ladi, keyin bunaqa qiladi, keyin bunaqa qilasan demaydi. To'g'rimi? U shunchaki harakat qilib ko'radi. Birinchi harakat keladi, ya'ni u narsani yashab o'tadi odam, tajribani yashaydi. Tajribani hisobidan kelib chiqadi. Natija, ya'ni понимание. Tajribadan keyingina bizda уже xulosa keladi. Shuning uchun ham ko'pchilikda yangi boshlagan biznesi o'xshamasa, yangi boshlagan biznesi bankrot bo'lsa agar nima bo'ladi? Tajribasi neudachniy bo'ldi-ku, tajriba qilib ko'rdi-ku shu narsani. Ikkinchi marta qilishdan qo'rqib qoladi. Chunki bir marta qilgani uchun ongi qo'rqib qoldi. Bo'ldi. Ong shunaqa xulosa chiqardiki, katta pulni ishlash bu qiyin yoki bu mana bunaqa minusga olib kirish mumkin degan narsani berib bo'ldi. Tushunyapsiz? Ana shunaqa vaqtda ham sizdan tanlov. Shu narsaga qarab o'tirasizmi yoki ha bo'ldi, qiyin ekan, men uchun emas ekanmi? Katta biznes men uchun emas, katta xarajat men uchun emas, kerak emas deysizmi? Yoki yo'q, to'xta, u tajriba edi, bir martalik, davay ikkinchi marta qilib ko'ramiz. Mendan nima ketdi? Yana qilib ko'rgim kelyapti. Mayli, u birinchi marta yaxshi bo'lmadi, ikkinchi marta qilib ko'raylik deydi-da, ikkinchi marta qilib ko'radi. Mana shu ikkinchi marta qilib ko'rganida o'sha o'xshashni boshlaydi. Chunki birinchi tajribasi o'xshadi-yu, ana shu ham aslida masshtab. Ya'ni siz agar faqatgina bitta o'sha qilgan tajribangizdan kelib chiqib xulosa qilsangiz agar o'xshamadimi, bu bo'ldi, menga kerak emas desangiz ham bo'lmaydi. Bu nimaga buni aytyapman? O'sha 24-yildagi katta pulni ishlaganimdan keyin ko'tara olmadimmi?
ichimdan qanaqadir qo'rquv, xavotir va hokazo paydo bo'ldimi, men o'zimga nima dedim? Yo'q, men hozircha bu pulga tayyor emas ekanman dedim. Shu tushuncham o'ylab qarasam haligacha davom etayotgan ekan. Haligacha menga o'sha summa bir marta ishlagan summamni ikkinchi marta ishlab ko'rishni istamayotgan ekanman. Demak, bu mening tanlovim. Bu to'g'ri yoki noto'g'riligi yo'q bu yerda. Bu shunchaki men uchun shunisi hozir to'g'ri bo'ldi. Endi 25-yil, 24-yilga pul masshtabini ko'rdim. Endi 25-yil. 25-yil bordimda men aytdimki, Alloh, men dedim, влияние masshtabini his qilmoqchiman dedim. Ya'ni o'zimni mana shaxs sifatida masshtabimni kengaytirmoqchiman. Ya'ni shaxs sifatida qanaqa masshtabim bor, shu narsani his qilmoqchiman. Va o'sha yili 25-yil menda mentor degan yangi akkaunt ochdik. Amir Rashidova mentor degan mentor akkauntim 1 yil ichida 1 million подписчик olib keldi. O'zi hech qanaqa nakrutkasiz, gifsiz o'zi keldi. Влияние deganda menga влиянияni ko'rsatdi, lekin влиянияni ortidan senga влияние kerakmi? Sen mana shunaqa katta nima deydi, o'zing xohlab olsanmi shu narsani? Buni minusavoy tomoniga ham tayyor bo'l. Ya'ni tanqidlar, heytlar, seni ham kritika qilishlariga tayyor bo'l. Va bu narsani ham seni ichingdagi quvvating ko'tarishi kerak degan narsani tushundim. Chunki masshtab bu doim ham faqat plusga emas. Ya'ni masshtabga chiqmoqchimisiz? Masshtabni ikkinchi tomoniga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Bu ya'ni katta o'sha birinchisi katta pulmi, uni ko'tara olishingiz. Uni quvvatingiz ko'tara oladimi yoki yo'qmi? Ikkinchisi влиянияga chiqmoqchimisiz? Ikkinchi tomoni odamlarni heyti, tanqidi, odamlarni siz haqingizdagi yomon gaplarga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Men tayyorman, men qo'rqmayman bu narsadan degan holatda bo'lishingiz kerak. Lekin buni qachon siz bilasiz? Qachonki yashab o'tsangiz. Men yashab o'tganim uchun ham men tushundimki, что meni masshtabim оказывается eng muhim narsaga tayyor emas ekan. Ya'ni men влияние и так далее so'rabman Xudodan, lekin ichki masshtabni, qalb masshtabini kengaytirishni so'ramabman. Va shuning uchun ham 26-yil kelganda, mana 26-yil borib o'sha umrada turganimda men aytdim, bu yil endi men ichki masshtab so'rayman. Ya'ni qalb masshtabini, menga tashqi muhit masshtabi emas, ya'ni pul, mol dunyo, влияние boshqa kerak emas. Men buni qilib ko'rdim, his qildim ichimda. Bo'ldi, menga tajriba bor, men buni his qilib ko'rdim. Nima deydi, примерить qilib ko'rdim. Menda bu bo'ldi. Yashab o'tdim, rahmat dedim. Ana endi ichimdan ichki mana bu qalb masshtabini his qilmoqchiman. Va qalb masshtabi bu nima? Qalb masshtabi bu total ravishda hayotingda nimaki sodir bo'lsa uni qabul qila olishing, qabul qilishing. Yaxshimi, yomonmi, yoqadimi, yoqmaydimi, to'g'rimi, noto'g'rimi, farqi yo'q. Sani va anuning nima deydi, masshtabing, ichki masshtabing shunaqa bo'lishi kerakki, bo'layotgan vaziyatni yoki odamlarni yaxshi va yomonga bo'lmaslik. Bo'layotgan vaziyatni va voqealarni to'g'ri va noto'g'riga bo'lmaslik. Yaxshi yomon, to'g'ri noto'g'ri, men uchun foydali foydasiz degan tushunchalardan xalos bo'lish, ketqizish. Ya'ni har qanaqa vaziyat men uchun xayrli, demak shuni yashab o'tishim kerak. Demak shu mening darsim. Alloh menga hozir shu narsa orqali, aynan shu yoqadimi, yoqmaydimi, shu narsa orqali meni o'stiryapti. Men o'zim so'radim-ku. Ichki masshtabni so'radingizmi? Ichki masshtabni minusiga ham tayyor turing. Ya'ni sizga yoqmaydigan, ichingizni yeydigan, yoqmaydigan narsalarni ko'p ko'rsatadi Xudo sizga. Ko'p ko'rsataveradi-da, toki ichingizdan qabul qilib mana shu narsalarga shartsiz, o total ravishda shartsiz qabul qilmasangiz. Misol uchun qizingiz, o'g'lingiz, yaqiningiz, eringiz yoqmaydi sizga. Qanaqadir yoqimsiz gaplarni gapirishni boshlaydi. Siz o'ylaysiz, nimaga bunaqa bo'ldi? Bunaqa emas edi-yu deysiz. Chunki bu yil men nimani so'radim? Men ichki masshtab so'radim. Ichki masshtab bu nima? Ichki masshtab bu har qanaqa sen bilan sodir bo'layotgan vaziyatni, har qanaqa sen bilan bo'layotgan voqeani shartsiz qabul qilishing. Odamlarni yaxshi va yomonga bo'lmasliging. Bo'ldi. Va ishonchda, ya'ni tavakkalda yashashni o'rganishing. Chunki mana bu yerda ong doimiy ravishda, doim mana bu yerda tavakkal deysiz-u ichingizda, lekin tavakkalda yashamaydi. Kontrolda yashaydi, kontrolyor. Ong kontrolyor, kontrol qilgisi keladi. To'xta, yo'q, bunaqa emas, bunaqa bo'lish kerak. Voy, nima bunaqa bo'lmadi? Biz mana bunaqa qildik-ku. Nimaga bunaqa o'xshamayapti? Yo'q, to'xta, juda xato ketdi va hokazolar. Ana shu hammasi kontrolyorskiy mozg.
Man tushunyapman, hozir ichimda zapros berdim-ku Allohga, Alloh menga ichki masshtabni ko'rsatyapmanmi? Menga mana bu yeringni o'chir deyapti. Kontrol qilma, kontrol qila olmaysan. Bu dunyo seniki emas. Bu dunyoni kontrol qilish senga emas. Bu dunyoni kontrolyori bor. Uning rolida bo'ldi, uniki. Sani vazifang buni faqatgina sevib qabul qilish. Sevib yashash. Bu dunyoni shunchaki boricha qanaqa bo'lsa shunaqa. Hozir yashayotgan muhiting qanaqa, o'sha muhitda faqat plus izlashing. Ya'ni boya aytganimdek, energiyangni, diqqatingni negativga, yomon tomoniga, mana bunim falon, bunim pasmadon, bunim kam, bunim u demasdan, yo'q, subhanalloh, Allohim menga berding, yaratgan egam, rahmat, minnatdorman, shukr va shukr qilganda tilda emas, mana bu yerdan. Shtob ong ham, mana ba'zan bilasizmi, qalb vроде бы qalb shukr qilyapti, tilda shukr va shukr qilaman, yaxshi ham shunaqa deydi, lekin ong bilasizmi deydi, nima deydi, aldama, men falonchini ko'ryapsan, qanaqa zo'r yashayapti, saniki emas-ku, baribir saniki unaqa emas-ku deydi-da, sizni yana nimaga olib keladi? Yana ishonchsizlikka, yana iymoningizni susaytirishga olib keladi. Ana shuning uchun ham hozir men shu bilan yashayapman. Ya'ni ichki masshtabni his qilgim kelyapti. Alloh meni ichimdagi masshtab. Menga o'sha tashqi muhit qiziq emas. Men yashab bo'ldim, aytganimdek, qilib ko'rdim, yashab bo'ldim. Oldin menda bilasizmi, shunaqa masshtabni zagadat qilganimda 2024-25 yilda Alloh menga shunaqa masshtab xohlayapmanki, men dunyoni ko'rgim kelyapti, sayohat qilgim kelyapti. Ko'p mamlakatlar, men bir yilda o'zim oldimga 10 ta mamlakat, ikkinchi yil yana o'zim oldimga 10 ta mamlakat deb 15 talab mamlakatni ko'rib keldimda, lekin nimani hisobida? To'g'ri, Xudo sizga beradi masshtabmi? Masshtab, mana ber, yasha, lekin ko'tarasanmi? Energiyang ertaga slif bo'lmaydimi? Energiyangni ehtiyot qilib shu narsani qila olasanmi der ekanda. Va shuni tushundimki, aynan shunaqa vaziyatda energiyam ba'zan ko'tara olmay qoldi. Ko'tarmadim men bu narsani. Menga bu narsa og'irlik qildi. Menga bu narsa ichimdan og'irlik qildi. Qalbim qanaqadir o'zini yo'qotib qo'ygandek bo'ldi. Xuddiki bir yolg'iz dunyoda bir o'zim qolgan paytlarim bo'ldi. Ko'pchilik aytadiki, Amir opa, siz zo'r baxtlisizda, siz bitta narsa aytaman qizlar, bitta narsa aytaman, bilib bilmay shunchaki odamlarday shunikiday hayotim bo'lsin demang. Chunki siz o'sha odamning hayoti aslida qanaqaligini bilmaysiz. Va sizga o'sha odamning hayotiday bo'lsin deganda, siz uni ham pozitiv, ham yaxshi, ham yomon tomonlarini ham o'zingizga tortishingizni ham hisobga oling. Shuning uchun vaziyatini havas qiling. Misol uchun sayohat bo'lsa agar, sayohatiga havas qilaman. Sayohatidek bo'lishini, mana shunaqa sayohatda men ham yashab ko'rgim kelyapti deb o'sha narsasini. Lekin sizning hayotingiz eng zo'r hayot. Eng zo'r, hozirgi yashayotgan hayotingiz eng zo'r hayot. Sizga berilgani eng zo'ri, ishoning. Bundan meni hayotimda, misol uchun, men sizni hayotingizda hech qachon yashab ko'ra olmayman. Menda bunaqa tajribani Alloh menga bermaydi ham. Siz ham xuddi shunaqa meni hayotimda yashab ko'ra olmaysiz. Chunki meni hayotimda yashab ko'rganingizda balki qayerdir sinib qolasiz. Balki qayerdadir shunchaki yotib qolasiz. Balki qayerdir kasal bo'lasiz. Tushunyapsiz? Yoki men sizni hayotingizda yashab ko'rganimda men xuddi shunaqa, balki sinib qolaman, kasal bo'laman, ko'tara olmayman. Shuning uchun bizga o'zimizni quvvatimiz, o'zimizni kuchimiz ko'tara oladiganini beradi Xudoyim. Faqat bitta momenti bor. O'sha yashayotgan hayotingiz qachonki sizni qoniqtirmaslikni boshlasa, bu narsadan qo'rqmang. Men noshukr bo'layapman. Voy, men hozir mana shu yerda qoniqmayapman. Demak, nimadir noto'g'ri bo'layapti. Men Xudoga shirk keltiryapman. Voy, Alloh kechir demang. Shunchaki aytingki, Allohim, hozir menda mana bu narsa bor. Subhanalloh, shukr qilaman. Ana shu narsani mana bunaqa holatda ham qilgim kelyapti. Kengaytirgim kelyapti. Yashayotgan uyimni kengaytirgim kelyapti. Holatimni, fikrimni, dunyoqarashimni, ilmimni, bilimimni kengaytirgim kelyapti. Ana shu narsani ber, tatib ko'ray. Kengaytir meni deng. Ana shu masshtab qizlar. Ana shu masshtab. Ya'ni masshtabda siz to'g'ri so'rashni ham bilishingiz kerak. Nolib emas. Chunki nolib so'raganingizda unda boshqacha energiya bor. Nolishda noshukrlik energiyasi bor. Va u tabiiyki sizga berilmaydi. Noshukr qilgan odamning 1-2 bo'lmaydi. Noshukr qilgan odam bir umr noshukr bo'ladi. Noshukr qilgan odamga 1000 bering, 1000ni so'rasa 10 ming bering, 10 mingni so'rasa 30 ming bering, baribir kam deydi.
kam deydi, chunki uning ichi qorong'u, uning ichidan u negativ, ichidan u baribir deydi falonchi yaxshiroq mendan yashayapti deydi. Lekin bitta narsani tushuningki, bu hayotda hech kimni nima deydi, agar doimiy solishtirishda yashasangiz agar, ichingizdan kimdir bilan o'zingizni solishtirib yashasangiz agar, bilingki hech qachon kimnidir dogonyat qilib birinchi o'ringa chiqa olmaysiz. Xuddi Elon Musk yaqinda o'zini nisida yozdi-yu, X bir balosi вот это же есть у него, Twitterga o'xshagan. Он же написал, говорит, первое место, вот birinchi dunyodagi eng boy odam, и говорит, я понял одно, bitta narsani tushundim, приблизительный tarjima, men дословный tarjima emas, hozir tushunganimni aytyapman. Bitta narsani tushundim, puling qancha ko'p bo'lsa ham bu pulga hech qachon baxt sotib ola olmas ekansan dedi. Chunki u insonning bugungi kunda farzandlari bilan munosabati ideal emas, ya'ni o'ziga yoqmaydi. Ideal deganda yana o'sha yaxshi yomon deb bo'lmayapman. Shunchaki o'ziga yoqmayapti, qoniqmayapti u odam bu narsadan. Yoki o'zini qanaqadir o'sha ayoli bilan yoki qanaqadir ayollar bilan yoki ota-onasi bilmayman, ichki holati bilan, Allohi bilan, ichidagi xudosi bilan munosabatidan qoniqmayotgani uchun ham bilyaptiki, ichidan baxtsizlik tuyg'usi shu yerda. Shuning uchun pul bu tashqi muhit bo'lishi mumkin. Pul bu sizning tashqi muhitingizni, atrofingizni, sizni istayotgan hayotingizda yashatib berishga resurs bo'lishi mumkin. Ya'ni u sizga shunaqa yordamchi resursingiz bo'ladi. Lekin ichkaridan toki shukr qilib yashaydigan, ichkaridan mazza qiladigan, zavqlanadigan odam bo'lmasangiz agar, hech qachon pul orqali mazza qila olmaysiz. Mana nima uchun men shuncha gapirdim pul haqida. Mana pul deb gapirdimda, lekin agar ichkari, boya aytganimdek qizlar, ichkari tayyor bo'lmasa, ichkaridan doimiy norozichilik tuyg'usi bo'lsa, inson doim ichkarida o'zini boshqalar bilan solishtirib yashasa, bittasini yutib chiqadi, keyin ikkinchi odam paydo bo'ladi, nima deydi, raqib. Keyin u raqibni yutadi. Keyin uchinchi raqib paydo bo'ladi. Bunaqa raqiblar hayotida hech qachon tugamaydi, chunki u raqobatda yashashni tanlab bo'lgan. Va raqobatda yashashni tanlab bo'lgan odam uchun doim raqib keladi hayotiga, doim. Eri rolida daji keladi, bilasizmi? Mana chunki raqobatni tanlab yashayapman, chunki raqobat meni kuchaytiradi degan tushuncha bor odamlarda. Men raqobat bo'lsagina kuchayaman, bu meni motivatsiyam deydi. Klassno, bu seni motivatsiya emas, bu seni yashab ko'rishing kerak bo'lgan tajribang. Bu opiting, yashab ko'r, davay zo'r, yasha. Lekin shu yashaganida o'zi xulosa chiqaradi. Chunki toki yashab ko'rmasa, xulosa qila olmaydi, boya aytganimdek. Yashab ko'rishi kerak. Yashab ko'rganidan keyingina deydi. Men bitta narsani tushundim. Men qancha ko'p raqobatlik qilayotganimda, qancha ko'p raqobat qilganim sari, shuncha ko'p hayotimda raqiblar ko'payib ketyapti va ular tugamayapti. Men bundan charchadim deydi. Chunki ruh bir kun emas, bir kun charchaydi. Raqobatdan charchaydi, isbotlashdan charchaydi. Hattoki orangizda shunaqa qizlar borki, ota-onasiga yaxshi farzand bo'lish uchun, mana o'zini yaxshi farzand bo'lishim kerak degan tushuncha bilan mana ichidagi shu narsani как доказательство yashaydi. Bilasizmi? Isbotlashim kerak deydi. Mana o'zi aslida ota-onamga yaxshi farzand bo'lmoqchiman degan fikrni tagida qanaqa energiya yotibdi? Isbot energiyasi yotibdi. Boshqa bolalardan yaxshiroq bo'lishim kerak. Boshqalardan, qo'shnidan, falonchining qizidan, pismadonchining anunisidan, itagdagi qarindosh urug'lardan hammasidan yaxshiroq bo'lishim kerak degan isbot yotibdi. Va ana shu isbot inson qancha ko'p harakat qilmasin, isbot tugamaydi. Isbotlagisi kelaveradi. Bir umraga jo'natibdi, молодец, olqish oladi, keyin ichi yana bo'shab qoladi, yana isbotlashim kerak deydi. Keyin ota-onasiga eng zo'r uy olib beradi, yana olqish oladi, yana so'nib qoladi. Keyingi etapga o'tadi. Ichidan doimiy men yetarlicha yaxshi emasman, men yetarlicha zo'r farzand bo'la olmayapman degan qoniqsizlik holatida yashaydi. Shuning uchun isbot energiyasi ana shunaqa parokanda qiladi odamni. Odamni charchatadi, odamni so'ndirib tashlaydi. O'zingizga savol berishingiz kerak. Men ota-onamni rozi qilmoqchiman. Xo'p, buni tagida qanaqa energiya yotibdi? Agar unda shartsizlik, sevgi va mehr, shartsiz sevgi va mehr bo'lmasa, ichingizda kimdir bilan raqobat qilayotgan bo'lsangiz, akamdan yaxshiroqligimni, ota-onamni men umraga jo'natdim, akam jo'natmadi degan narsa bilan yashayotgan bo'lsangiz, sizni ichingiz, qalbingiz sizni aldamaydi. Siz odamlarga ming gapirishingiz mumkin. Men buni o'zim uchun qilaman, boshqa aytavering, muammo yo'q. Sizga odamlar ishonishi ham mumkin.
lekin qalbingizni aldamaysiz-ku. Ana shunaqa gapirganingiz sari nima bo'ladi? Charchayverasiz. Charchaydi, ruhingiz charchaydi. Bo'ldi deydi. Charchatib bording deydi. Namuncha deydi, isbotlab yashayman, bo'ldi. Nimani isbotlayapman deydi. Nimani bo'ldi-ku, bo'ldi, zo'rman-ku deydi. Yo'q deydi. Ichidagi o'sha ota-ona, ya'ni katta ichidagi ota-onasi yo'q deydi, sen baribir zo'r emassan deydi. Boya aytganimdek o'sha bolaligini unutib qo'yadi, tabassum nimaligini unutadi. Chunki ong shu narsaga o'rganib qoladi. Ong tabassum qilmasdan yashashga o'rganadi. Shuning uchun qizlar, ongingizni o'rgating, to'g'ri fikrlashga, har bitta fikringizni qiling. Inobatga oling, kuzating. Hozir men qanaqa fikrlayapman? Misol, kambag'alcha fikrlash bor. Yo, baribir men ko'p pul ishlay olmayman yoki baribir menga kelmaydi, yo baribir men buni qila olmayman va hokazo. Shular hammasi kambag'alcha fikrlash. Yo'q. Men Allohning bu yerdagi bir nuriman. Alloh meni ichimga nafasini solgan. Alloh buyuk deyapmiz. Demak, meni ham qo'limdan keladi. Alloh qudratli deyapmiz. Demak, meni ham qo'limdan keladi. Demak, qudrat meni ham ichimda bor. Men ham qila olaman shu narsani. Deb o'zingizni qachonki men Alloh bilanman, Alloh meni berdi shu dunyoga, demak u menga ishondi. Alloh menga ishonib turganda nima uchun men o'zimga ishonmasligim kerak? Nega men o'zimga ishonmasligim kerak? Yo'q, men o'zimga ishonishni tanlayman deb diqqatingizni ishonchga qaratsangiz, agar o'sasiz, rivojlanasiz, o'zingizga yetarlisi keladi. Faqat eng muhimi shu yerda kimdir bilan o'zingizni solishtirmang. Falonchi baribir yaxshiroq yashayapti, men uncha emasman demang. Yo'q, solishtirmang. Eng yomon bugungi kundagi Instagramning balosi, muammosi shunda. Biza bir umr mana shunaqa Instagramda kimnidir hayotini ko'rib, kimnidir mana shunaqa bilmayman 30 millionlik gul sovg'a qilibdi eri deymizda, ichimizdan svoloch, meni erim bitta rozochka ham ko'tarib kelmadi deymizda, erimizni so'kamiz. Ana shu yerda fikrni, diqqatingizni qaratingda, aytingki, men hozir nima qildim? Alloh menga sinov yubordi. Ya'ni Alloh menga shu qizdagi 30 millionlik gul sovg'a qilgan erini holatini, ya'ni uning zavqini ko'rsatdi-da, qani sen shunga nima deysan dedi. Shu narsada shu yerda men ichimdan vau, молодец, havas qildim. Men ham shunaqa shuni his qilgim kelyapti dedimmi? Yoki svoloch erim bitta rozochka ko'tarib kelmadi-ya, qurumsoq dedimmi? Nima dedim? Ana shu muhim. Ana shu yerda energiya, ana shu yerda sinovingiz. Ana shunaqa qilib biz sekundiga sinalamiz. Sekund, sinov. Bu sinovli dunyo deb aynan shu uchun aytishadi. Sinov deganda sizni qiyinchilik orqali sinash haqida emas. Sizni qiynash, sizni qanaqadir qalbingizni, ruhingizni qiynatish haqida emas. Sinov bu shunchaki kimningdir yaxshi kunini ko'rib, shundan sen zavqlanib, shu narsani men ham his qilgim kelyapti degan chiroyli niyat berasanmi yoki jahling chiqadimi bundan? Ana shunda jahlingizni, mana ichingizda jahlingiz bormi, to'xtating. Joyiga tushiring, tavba qildim deng. Chunki farishtalar o'tiradi-ku, farishtalar o'tirganda toki tavba qilganingizgacha kutadi. Sizga shans bor. To yashayapmizmi, to nafas olyapmizmi, ertalab uyg'ondikmi, bizda tavba qilishga bor, shans bor. Tavba qilish kerak shunchaki. Tavba qildim. Alloh, tavba qildim. Hozir erimni yomon dedim. Astag'firulloh. Zo'r. Hammasi yaxshi. Menga shu inson yaxshi. Vso. Lekin shunchaki ana shu ayolning holatiga havas qildim. Ana shu ayolning 30 million so'mlik gulini ko'rib, vau dedim. Men ham shuni his qilgim kelyapti. Bir kun Alloh, men bilaman, bir kun erim ham shu darajaga chiqadi degan narsa bilan, degan havas bilan. Bu men sizga hozir просто gulni misol qildim. Bunaqa misollar hamma joyda, har bir qadamingizda. Shunchaki o'zingizga doim savol berib turishingiz kerak. Men hozir qanaqa energiyada yashayapman? Meni parokanda qilayotgan, meni buzayotgan buzg'unchi energiyalardami? Nafrat, g'azab, hasad, yomon ko'rish, kimdandir norozi bo'lish va hokazomi, yoki shukronalik, minnatdorlik, havas, zavq, xursandchilik, hayotidan qoniqish energiyasidami? Uyatda yashayapmanmi yo qoniqishda yashayapmanmi? Ishlayotgan, mana qilayotgan ishimdan uyalyapmanmi yoki mazza qilyapmanmi? Har gal o'zingizga, hattoki o'sha katta summani topayotganingizda bir qizimiz kuni yozdi Instagramda, buni men hozir efirni ko'ryaptimi yo'qmi, Amir opa, men zo'r pul ishlayman dedi, chunki men repetitorman dedi. Shu pulimni dedi, har gal ishlatsam o'zimga dedi, mana birinchi marta Dubayga borib kelsam, ota-onam uyalmaysanmi?
Senga kim qo'yibdi? Biz bormagan joy edi u. Hali biz ham bormadik. Shuncha pulni sarflash shartmidi senga? Uyat senga deyishdi, deyapti-da. Shuning uchun men o'ylanib qoldim-da, men aytdim, aha dedim. Uyat energiyasini bizga shunaqa yuqtirishadi, ya'ni uyat tuyg'usini, uyalib yasha, uyalib harakat qil. Uyalgin durganidan bechora qiz ishlayotgan pulini o'ziga sarflashdan uyalyapti. Noto'g'ri deb tushunyapti. Bu xato deb tushunyapti. Bu uyat o'zimga pul ishlatish deyapti. Ammo aytayapmanki, qarasho, siz pulni agar o'zingizga ishlatmasangiz, topgan daromadingizni, sizga Alloh berayotgan rizqingizdan, barakasidan o'zingizga ishlatmasangizga siz qayerdan energiya olasiz? Qachon sizda energiya bo'ladi? Qachonki topayotgan daromadingizdan o'zingizga yaxshisiga ravo ko'rsangiz, yoqadigan kiyim sotib olsangiz, borib bitta massaj olsangiz, bilmayman, borib qanaqadir o'zingizga uxlot qilsangiz agar, mana ayolni nima ruhlantiradi? Ayolga nima energiya beradi? Ayollik energiyasini beradi. Chunki biz erkak energiyasida yashaymiz, erkak energiyasi bizga nima harakat beradi? U bizga harakat beradi, ko'p pul topishni harakatini, motivatsiya beradi, davoy deydi, raqobatchilik tushunchasini beradi-da. Lekin ayol bo'la turib, biz siz bilan ayolligimiz qayerdadir, yo'q, hozir pul ishlashim kerak. Hozir meni birinchi qiladigan ishim pul topish deymizda. Mana bitta ayollik energiyasi qolib ketadi, bechora pasayib ketadi. Ayol erkakda yurishi ham erkak, gapirishi ham erkak. Menga qani, men siz bilan gaplashmayman. Mana shunaqa tonlar o'zgaradi, ovozlar o'zgaradi, do'rillagan ovoz paydo bo'ladi. Bunaqa qilib gapirishni boshlaydi-da. Ana shu yerda qani ayol qayerdan ayol bo'lsin? Chunki u bir umr faqat pul ishlashni o'ylab yashayapti. Qanaqa qilib pulimni ko'paytirsam, qanaqa qilib pulim zo'r bo'lsin, qanaqa biznesim yaxshiroq bo'lsin degan fikr bilan yashayapti. Topgan pulini yana biznesiga. Bitta xonadon oladi, bitta xonadondan topgan daromadini ikkinchi xonadondan 3-chi, 4-chi, 5-chi. Shunaqa odamlarga savol berasan, o'zingizga qachondir xarajat qilganmisiz? Zacham deydi. Nega deydi? Nega kerak deydi? Bu uning fikricha, o'sha ayolning fikricha o'ziga xarajat qilish bu keraksiz xarajat. Bu xarajat, tushunyapsiz? Xarajat bu investitsiya emas. Ammo buni investitsiya deyman. Holatingga investitsiya qil. Sen topayotgan pulni agar o'zingga investitsiya, holatingga investitsiya qilib borib bitta qanaqadir rasm chizsang, chunki u ayollik energiyasi, biza ijodkormiz, ichimizda ijod yashaydi. Qachonki bilmayman, ayollar davrasida o'tirsang, ayollar bilan maza qilib gaplashsang, yoki shunchaki shartsiz, tushunyapsiz, pul haqida emas, biznes haqida emas, o'lib ketsin hammasi deysiz, chetga qo'yasiz, shunchaki o'zim haqimda deysiz. Borib salonga o'zingizga qarasangiz, bitta borib spani zo'rini olsangiz, shunaqa chotki sizni massaj qilib qo'yishsa, ana shu investitsiya-ku. Qarang, ilisam sayohatiga o'ziga borib sayohat qilishga pozvalyat qilsa, nega yo'q? Chunki mana bu yerda hozir pul topishim kerak, dunyoning puli tugaydi degan tushuncha bor. Bunaqa odamlar ertasidan xavotirda yashaydi. Bunaqa odamlar tavakkal qilishni bilmaydi. Bunaqa odamlar pul vaqtincha berilyapti, shu vaqtincha berilayotgan davrda ishlab olishim kerak degan tushuncha shakllangan. Ya'ni bu stereotip, bizga ustanovka bo'lgan. Ota-onamiz shu narsani bizga kichkinaligimizdan aytgan, vaqtida pulingni ishlab ol. Yoshligingda ishingni qilib ol, keyin qila olmaysan. Xo'p, yoshligida pulini ishlasin. Mayli 20 yoshdan boshlab pulini ishlashni boshladi. Ishladi, 40 ga kirdi, 50 ga kirdi. Radikulit bo'ldi, osteoporoz bo'ldi, sahri baland. Потому что bunaqa odamlar, kechirasiz, любой biznes, любой katta pulni ichida siz ikkinchi tomoni boya aytganimdek hamma yaxshi narsani orqa tomoni ham bor. Ko'p pul topishni orqa tomoni bor, Stressga tayyormisan? Kortizol, doimiy baland kortizolda yashaydi bunaqa odamlar. Doimiy baland kortizol, постоянный stress, yotganida ham, turganda ham stressda yashaydi. Xo'sh, ana shunaqa baland stress nimaga olib keladi? Sahr, qandli diabet, insult, infarkt, ya bilmayman, yurak yetishmovchiligi. Nima bo'ladi? 50 yoshga kirganda bunaqa ayol dunyoni pulini ishlayman degan ayollar, вроде ishlash kerak yoshlikda degan, 50 yoshingda yoki 60 yoshingda sen уже nikakoysan. Na sanda ayollik bor, na sanda gormonal tiziming joyida, na sani yeyishliklaring, tuxumdonlaring yaxshi ishlayapti. Hattoki matkasigacha olib tashashadi. Kerak emas olib tashashsin. Bo'ldi, kasal bo'ldimi, sen olib tashaversin deydi. U kerak. U kerakli organ, u sani ayolliging, uni ehtiyot qilishing kerak edi boshidan. Unga o'zingga sog'lig'ingga xarajat qilishing kerak edi. Ha deb uyga, biznesingga emas.
Sog'lig'ingga borib bir yilda 10 marta check-up qilishing kerak edi, kerak bo'lsa. Puling bor-ku, kelyapti-ku shu pul. Nega check-up qilmaysan? Nega borib o'zingni tekshirmaysan? Nimaga ishonib yashayapsan? 50 yoshingga kirganda na san здоровый ayolmassan, gormonal tiziming joyida emas, o'zingga qaramagansan, ajinlar yuzingga tushgan, ming plastika qilib o'zingni hamma joyini tortsang ham baribir ichingdan qanaqadir nima deydi, notinchlik hissida yashayapsan, baland stress, и вот это hammasi nima? Sen o'shanda sayohat qilganingda mazza qilasanmi? Mazza qilmaysan. O'sha payt sayohat qilganingda mazza qilmaydi u ayol. Nega? Chunki uni muammosi ko'p, uni tanasi og'riyapti, uni boshi og'riyapti, u migren bilan yashaydi, u sahr bilan yashaydi, u bo'ldi. So. Shuning uchun men yoshlikda pul ishlab olish kerak, yoshlikda harakat qilib olish kerak degan stereotip haqida eshitganimda men aytaman, bu ham stereotip va odam o'zi tanlashi kerak. Shu stereotip bilan yashash unga to'g'ri kelyaptimi yoki yo'qmi? Agar sizga shu stereotip bilan yashash to'g'ri kelsa, shu narsa sizni xayolingizda va sizning fikringizcha to'g'ri bo'lsa, qiling. Chunki bu hayotda to'g'ri va noto'g'ri degan tushuncha yo'q. Lekin ichingizdan charchayotganingizni his qilib, quvvatingiz ketayotgani, oldingidek quvvatda emasligingizni his qilayotgan bo'lsangiz, agar to'xtang, вот это zazimlение deyishadi-da. Bilmayman uni o'zbekchasi qanaqa bo'ladi. Zazimlyatsiya qilish kerak. Mana prosta yerga shunchaki oyoqni qo'yib, mana haddan ortiq uchib ketgan ayollarga aytayapman. Zazimlyatsiya qilib, uspokoyitsa qilib, chuqur nafas olib, qatga ketyapman. Nima uchun men bunaqa harakat qilyapman? Kim uchun qilyapman buni? Nimaga men buncha ko'p pul ishlamoqchiman? Nega men faqat raqobatda yashayapman? Nima uchun men doim isbotlab yashagim kelyapti? Nega menga bu kerak? Qani meni qalbim? Qani meni Allohim, Xudoyim? Qayerga bular ketdi? Men o'zi qayerdaman? Men o'zi kimman? Men o'zi missiyam nima edi? Men o'zi nimani istagan edim bu hayotda? Men o'zi nima uchun bu yergacha kelib qoldim degan uyg'onish paydo bo'ladi. Va mana shu uyg'onish bo'ldimi? Bu zo'r. Mana shu bu zo'r, ana shu bu 0 daraja, 0 odam tars etib yiqiladi-da, pastdan to'rib aytadiki, bo'ldi, boshqacha yashayman. Chunki bizga yashash uchun har kuni sharoit va imkoniyat bor. Kecha bitta guru bilan uchrashdim. Tug'ilgan kuningiz qachon dedim. Avval 17-sentyabr edi dedi. Avval dedim. Bu nima degani desam? Endi hozirgi kunda meni tug'ilgan kunim har kuni dedi. Men aytdim, "Vau. Har kuni. Men har kuni tug'ilaman." Har kuni ertalab uyg'onganimda tug'ilaman. Xudoga shukr qilaman. Bu imkoniyat deyman. Bu menga imkoniyat, davay deyman. Imkoniyat yaxshiroq bo'lishimga, yana ham Allohni sevishimga, yana ham Allohga yaqin bo'lishimga, odamlarga foydali bo'lishimga, missiyam tomon harakat qilishim uchun bu menga imkoniyat deyman. Chunki ertaga uyg'onmasligim mumkin deyapti. Bizda ham shunaqa. Har kuni imkoniyat bormi? Har kuni yashayapsizmi? Yashang, masshtabingizni his qiling. Oshiring, mana kengaytiring masshtabingizni, fikringizni kengaytiring. Ilm oling, bilim oling. O'sha deylik masshtab deganda pulingizni ko'paytirmoqchisiz, lekin pul shunchaki ko'paymaydi. Shu narsaga ichingizdan qadr-qiymatingizni his qiling. Qadrlilingizni, qiymatingizni uyalmang. Pul topishdan uyalmang, gapirishdan uyalmang. Chiqib internetda shunchaki men borman, men mana shunaqa mutaxassisman, eski ishtoman sizlarga yordam bera olaman deyishdan uyalmang. Bizda esa yomg'ir yog'ayapti. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Baraka yomg'iri. Ana shunaqa. Поэтому bu degani bu signal menga. Alloh menga aytayapti, yetadi. Bunga bergan energiya okey. Yetadi, oladigani oladi, tushungani tushunadi, qolgani muhim emas deydi. To'ppa-to'g'ri, qolgani muhim emas. Kim tushungan bo'lsa shu efirni, kim o'zi uchun keraklisini olgan bo'lsa oldi. Men shundan xursandman. Agar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsam, agar siz uchun qanaqadir ma'noda ozgina bo'lsa ham anglash bergan bo'lsam, demak bugungi hayotimni bekor yashamadim. Bugungi mana shu efirimni bekor qilmadim. Va men sizlarda har biringlarni mana shu efirga kelganinglar uchun rahmat aytaman. Minnatdorman sizlardan.